Endi bugun sizlar bilan Revit haqida chuqurroq kirish boshlaymiz. Endi Revitda instrumentlar mavzusi bugungi darsimizda xudo xolasa. Demak, Revit programmasini uстановка qilish masalasidan boshlaymiz. Sizlar bilan tak programmani hali uстановка qilmaganini bo'lsanglar, birinchi navbatda tushuntiraman. Tak, bizda bot bor, bilasizlar, Archwis Soft bot bor. Tak, mana bu bot. Men buni havolasini ham hozir tashlab qo'yaman. Programmani yuklash uchun o'tasizlar, bu yerda programs degan bo'lim bor. Autodesk tanlaysizlar. Keyin Revit kerak bo'lsa Revitni tanlaysizlar. Qaysi versiya? Men tavsiya qilaman 24 yoki 25. Agar 24 bo'lsa, 25 ga o'tish tavsiya qilmayman hozir, shart emas. 24 ni o'zi bilan ishlataveringlar. 25 ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin, balki 3-4 oydan keyin ishlatishimiz ham mumkin-da. 24 hozir yaxshi. Chunki 25 hali update qilinadi, ya'ni yangilanib boradi programma. Shuning uchun 24 versiyani o'zini tanlaylarda, 24 ni o'zidagi o'sha kerakli bo'lgan har bitta partlarni, mana bu partlarning hammasini yuklab olinglar. Skachat qilingandan keyin bu yerda havola qoldirganman. Dasturni o'rnatish videosi bor. 21 faqat. 21 bilan bir xil usulga qilishi, faqat crack jarayoni bor. Aktivatsiya qilish videosi pastda qoldirilgan. Ya'ni Xforce degan narsa bilan aktivatsiya qilinadi, chunki bu litsenziyasi juda qimmatda. Примерно 3000 dollar bo'lib qoladi narxi. Yillik litsenziyasi 3000 ga boradi. Pastda aktivatsiya qilish videosi bor. Mana bu aktivatsiya qilish videosi 2023, 24, 25 larga bir xil tushadi. Tushunarligi? Buni aktivatsiya qilib olasizlar, bo'ldi. O'sha ikkita videoni ko'rsanglar, uстановка qilishni o'rganib olasizlar. Juda oson 23, 24, 25 dan uстановка qilish. Oldingi versiyalar biroz qiyinroqdi, lekin hozir juda osonlashib qolgan. Prosta install bosasizlar, dali bo'ldi, ketaveradi bu yoqqa. Shunday o'qib ham tushunib olish mumkin-da, jam bo'lmaganda. Demak, buni havolasi bor. Tak, men sizlarga hozir buni havolasini yuborib qo'yaman. Tak, bu yerdan programmani tortib olasizlar. Tak, yozib qo'yaylik. Dasturlarni yuklash uchun havola. Mana, tashlab yubordim, bo'ldi. Keyingi masala, gruppamizda bo'lib turibdi, ko'rdim, ba'zi bolalarda umuman ishlamayapti. Yana bir masala bor. Agar siz 24 versiyani uстановка qilmoqchi bo'lsangiz, sizda kompyuteringizdagi programmalarni bir ko'rib chiqing. Agar sizda AutoCAD 24 emasda 21 bo'ladigan bo'lsa, 24 Revit uстановка qilganingizda buni litsenziyasi, mana bu AutoCADning misol agar 21 bo'lgan deydi, bu ikkalasining litsenziyasi ikki xilda. Farqli ravishda o'zgarib qolyapti-da. Juda ko'p muammo chiqyapti, turli xil muammo chiqyapti. O'shaning uchun imkon boricha birinchi navbatda Windowsni ham tekshiringlar. Windows 10 Pro bo'lgani ma'qulroq variant hozirgi kunda. 11 ni ham biz ancha ishlatdik, taxminan 1 yilcha ishlatdik, lekin baribir 10 ga hozir to'g'ri kelmayapti. O'shaning uchun Windows 10 Pro ni uстановка qilishni, ya'ni Windows qilishni tavsiya qilamiz. Keyin programmalarni imkon boricha eng oxirgi versiyalarni uстановка qilinglar. 24, 25 maslahat beramiz. 25 jam muhim emas. Chunki bu aytganimdek 25 o'zi yaqinda chiqdi va hali yana versiyalarini update qilishyapti, yangilab borishyapti. Chunki programma yangi chiqqan vaqtda kamchiliklari bo'ladi, buglar, har xil muammolar bo'ladi. O'sha muammolarni to'g'rilab borishadi. Men tavsiya qilmayman, xos shart emas 25. Agar 25 ga ishlayman desalar, muammo yo'q, so'ringlar. Lekin 24 ham gruppada misol uchun faylingizni yuborsangiz, qolgan kishilar ham ochisha oladi. Bemalol muammosiz ochish mumkin. Aytaylik, menda bu kompyuterimda 25 yo'q. Ishxonamda kompyuterda 25 bor. Uyda bo'lgan vaqtim sizda fayl olmay qolishi mumkin. Yana bir narsa, Revitda misol uchun sizda 24 versiya uстановка qilingan proyekt ishladingiz va proyektni saqlanib qilganingizda 24 versiya uchun saqlanib qilasiz xolos. Undan kichik versiya saqlanib qila olmaysiz. Misol uchun AutoCAD bilasizlar, AutoCAD ochib turib 25 versiyada ishlab turib 2007 versiyaga saqlanib qilish mumkin, 2007 ga da. Lekin Revitda bu narsa yo'q. Revitda даже 24 da ishlab turib 23 ga saqlanib qilib bo'lmaydi. Tushunarligi? Ya'ni Revit o'zidan kichik fayllarni ochadi, lekin o'zidan katta fayllarni ocha olmaydi. Masalan, 24, 25 ni faylni ochishda imkoni yo'q. Tushunarligi? 24 ni har qanday faylni men ochishim mumkin, lekin 25 ni ocha olmayman. Shu jihatlari bor. Tushunarligi? Demak, tekshirasizlar, Windows 10 Pro versiyasini o'zgartirib qo'yasizlar. Ya'ni Windows 10 Pro ni tavsiya qilamiz. Keyin programmalarni hammasini imkon boricha 24 ga uстановка qilib chiqinglar. Tushunarligi? Kerak bo'lgan dasturlar, bizga AutoCAD kerak.
3D Max dasturlari kerak bo'ladi kursimiz uchun. Ishlashimiz uchun mana shu 3 ta dastur eng muhim. Mana shu uchasini ishlaymiz. Asosan Revit'da ishlaymiz, lekin AutoCADda fayl olib kirish uchun foydalanamiz. Va 3D Max'dan qanaqadir bizga eksterior berilgan bo'lsa, o'sha eksteriorni ochib tekshirib ko'rish uchun kerak xolos. Biz 3D Max ishlamaymiz. Faqat qanaqadir fayldan olib o'tkazishga kerak bo'lishi mumkin xolos. Tushunarli? Qolgan dasturlar shart emas. Qolganlari o'zingizlar bilgan kerak bo'lgan dastur ishlatasizlar, bo'ldi, muammo yo'q. Endi bizga programmada ishlash uchun bir nechta qo'shimcha narsalar kerak bo'ladi. Birinchidan, men 24 hozir yopaman, qayilman, hozir bu rus tilida turibdi. Lekin tilini biz o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Va men sizlarga kanalda havola yuborganman. Tepada men bit arxitektura darslari 01 Revit arxitektura instrumentlar degan dars bor. Ko'rmagan bo'lsanglar, bu havola menda hozir bu kompyuterni ochmaydi. Tak, buni kopiyasini olmasam ochmaydi. Bu havolani olamiz. Men Google'ga tashlayman hozir. Qadam va qadam darslari bor. Qadam va qadam darslarini ko'rishni tavsiya qilamiz. Shu yuqoriga tashlasam bo'lardi bo'lganda. Mana. Kirish qismi, birinchi dars tilni o'zgartirish, settings, viewport cat va hokazo turli xil darslar bor. Bularning hammasi faqat Revit tili, ingliz tilida, o'zbek tilida o'tganman hammasi. Faqat bu instrumentlar bo'yicha-da. Ya'ni bu qadam va qadam darslari har bitta instrumentni qisqacha 2 minutdan, 1 minutdan, 3 minutdan qilib o'tganman. Buni ko'rish tavsiya qilaman. Taxminan bir haftada ko'rib tugatib qo'yasizlar. Taxminan bu 59 dars bo'lishi kerak. Tushunarli? Buni ko'rish tavsiya qilaman. Buni o'zlashtirgan o'quvchi darslarimga imkon boricha oldinlab ketadi. Tushunarli? Endi keyingi masala Revit menda hozir 24 va buni ikki xil tilda saqlanib qilishimiz mumkin. Atak, qaranglar. Yuqoriga pinga qotirib qo'yganlardan keyin meshkan o'ynamoqamiz. Doполнениеda bizda alohida bo'lim bor. Practic расположение file. Tanladik mana 24 turgan ekanda. Meshkani o'ng tomoniga bosamiz, свойства bo'limi qaytadigan bo'lsa, это rus yozilganda. Sizlarda bo'lishi mumkin. Programma endi uстановка qilingandan keyin balki Revit rus tilida emasda, ingliz tilida ochilishi mumkin. Agar sizda Windowsingiz angliyskida bo'lsa, balki sistemangiz tili to'liq angliyskida bo'lsa, mana bu programmalar avtomatik ochilishi mumkin. Revit avtomatik ruskida emas, angliyska ochilishi mumkin. Tushunarli? Misol uchun 3D Max yoki AutoCADni biz tilini tanlaymiz. Revitni o'zi avtomatik o'zgartirib olishi mumkin. O'shani hisobiga muammo kelib chiqadigan bo'lsa, tilda agar angliz bo'ladigan bo'lsa, to'g'rilash yo'llari ko'p. Asosiy yo'l mana bu yerdan. Eng oson varianti ham shu. Shunchaki, mana qaylar, misol uchun menda rus yozilganda olib tashlayman. Mana language kishi bor-ku. Languagedan keyin bitta probel joy tashlaysizlar. Yozish mumkin ENG. Misol uchun endi ENG faqat katta harflar bilan tashlaymiz. Mana ENG. Okay. Продолжить deyishim mumkin bo'ldi. Endi qaraymiz, свойствоda bu ENG. Mana bitta post yo'qolib qoldi. Bu yuqorida bo'lim ham bor, mana. Angliyskida shart emas, angliz ishlatmaylar. Hozir ruskida to'lishni o'rgan maqtova variant. Endi tepada bizda modul degan bo'lim bor va semestr bo'limlari borda. Bular nima ekan? Programmani ochib oldik, uстановка qilingandan keyin ochib oldik, bo'ldi. Mana bitta modul degan bo'lim bu tepada mana ko'rishlar model. Ya'ni bu modulda biz loyihalarimizni ishlab chiqamiz. Ya'ni arxitektura части, каждый farqi yo'q. Ya'ni birorta binoni loyihasini ishlamoqchi bo'lsangiz, mana shu modul degan bo'limda ishlaysiz. Pastda semestr degan joy bor. Bu semestr degan bo'limda birorta detal, ya'ni mana bitta subyekt, ya'ni obyekt, pastda subyektni. Birorta proyekt ishlash jarayonida bizga eshik kerak bo'lsa, eshikni biz mana bu semestr bo'limida, ya'ni mana bu bo'limda modellashtirib olamiz. Va tepada biz proyektga bu semestrlarni olib kirishimiz mumkin bo'ladi. Tushunarli? Endi bizga proyekt ishlash uchun shablon kerak bo'ladi. Turli xil shablonlar bor umuman olganda, bizga kerak bo'lganini topishimiz kerak. Atak biza hozir standart ADSK shablon bor. Shu bilan ishlaymiz. Menda hozir shablon yo'q deyapti. Sizlarda ham balki bo'lmasligi mumkin. Odatda uстановка qilingandan keyin arxitekturli shablon yoki default metric degan shablon chiqadi angliyskida. Bo'ldi. Ba'zida chiqmasligi ham mumkin. Endi bu yerga shablon qo'shishimiz kerak. Har safar obzor bostirish shablonni ko'rsatmaymiz. Eng oson varianti nastroykalarni to'g'rilab qo'ysak bo'ldi. Demak, yuqorida knopka bor-da. Yokida shunchaki Ctrl D ni bosish mumkin, bo'ldi. Ctrl D ni bosdik. Yuqorida fayl bo'limiga qaytamiz. Fayl bo'limida mana bu yerda parametr degan joy bor. Qaytasizlar. Parametrdan to'g'rilab qo'yinglar. 24 manda hozir interfeys Revitni o'zini standart interfeysida ranglari ham. Set degan bo'limga qaytganda bu yerda temni qilish mumkin-da.
OK deydigan bo'lsam, tipa AutoCAD bo'lib qoladi. Ko'rasizlar? AutoCADga o'xshab qoldi. Umuman AutoCAD ham xuddi shunaqada. Grafikasi xuddi shunaqa, ranglari bir xil chiqadi. Atak bu grafikani men tavsiya qilmayman. Ishlayotganlar ham bor, lekin qanaqadir noqulayroqda men AutoCAD ko'rishlari mumkin. AutoCAD ham xuddi shu grafika. Revit ham xuddi shu grafika. Revitni imkon boricha o'zining grafikasiga qaytarib qo'yinglar parametrda. Svet degan bo'limdan temni emasdi, svetli qo'ygan ma'qulroq variant. Tushunarligi? OK deymiz bo'ldi. O'zining grafikasiga qaytarib qo'ydik. Mana bu yaxshiroq variant endi ishlagan. Ya'ni chertojda oq rang yaxshiroqda. Keyin yana xuddi shu svойствоga qaytamiz. Svойствоda to'g'rilashimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Odatda yuqoridagi intervallarda 30 minutdan turgan bo'lishi mumkin. Bu interval bu nima desanglar, misol uchun siz programmada ishlayapsiz loyihangizda. Svet o'chib qoldi. Faylingizda qachon oxirgi marta saqlanib qilgan bo'lsangiz, o'sha joygacha qoladi. Agar aytasiz 1 soat ishlagansiz, fayl saqlanib qilinmagan, o'chib ketadi. Tushunarlimi? Demak, shu narsani yechimi mana bu yerdan siz 15 minutga qaytarib qo'ysangiz, siz ishlash jarayonida har 15 minutga sizga eslatib turadi. Faylni saqlanib qilasanmi deb eslatib turadi. Shu narsa muhim. Tushunarlimi? Bu mana bu pastki qismdagi archiv yozuvi, shunchaki bu o'zingiz uchun nom qo'shib qo'yasiz. Revitning ichida shunaqa nom ko'rsatib qo'yganmiz bo'ldi. Mana shu yetadi. Qolganini teginmaysizlar, qolgani hammasi joyida. Interface degan bo'lim bor. Yuqorida arxitektura, konstruksiya, stil va turli xil bo'limlar bor. Tajribatda Enscape, Lumion degan bo'lim bor. Bular odatda bo'lmaydi. Bularni biz o'zimizga qo'shib olamiz. Mana bu yerdagi bo'limlarni ham boshqarish mumkin. Aytaylik, arxitektura bo'lmang kerak emas, konstruksiya ham kerak emas deyman. OK deyman yig'inglar. Mana sistemdan boshlandi. Ya'ni bu obuva kachaslarda kelamayotgan santexnik priborlarga elektrik priborlarimiz borda. Demak, yuqoridan ortiqcha bo'lgan bo'limlarni, ya'ni biz umuman ishlatadigan analiz bo'limlari borda, bularni o'chirib qo'yish mumkin. Demak, faylga qaytamiz. Fayl, parametr va interface bo'limida ikkala bo'limimizda eng muhim bo'lim arxitektura va konstruksiyada ikkalasini yoqib olamiz. System degan bo'limlar ham kerak emas, lekin men yoqib qoldiraman, chunki tepada yuqorida bo'lim yetarlicha joy borda. Ba'zida monitorni hajmiga qarab, mana bu interfaysimizni hajmi ham o'zgarib ketishi mumkin-da. 24 yokida sizda monitoringizda ochib berish kачествоsi borda. HD, Full HD, Turka. Turkada mana o'zlar juda kichkina ko'rinadi. Ya'ni ham kirib ketadi. Shu jihatni hisobga olasizlar, interfays o'zingizga moslab to'g'rilab olasizlar bo'ldi. Keyingisi garaj klavishi. Garaj klavishi deganda bu shortkeyda. Ya'ni misol uchun men darscha ishlatishim mumkin. Agar delete bosmoqchi bo'lsam, klaviaturaga delete bosishim mumkin yokida shunchaki Y probelni bosishim mumkin-da. Tepaga misol uchun yozamiz, u delete deymiz, ko'rasizlar chiqishini. Tak, yozamiz bu yerga, u delete. Mana. U delete degan instrument delete bilan ishlar ekan. Ya'ni D, Y harfi bilan ishlar ekan. Mana bu ruskiyda U harfi, bu lotinchadagi Y emasda U. Ya'ni men misol uchun Revit'da ishlatgan vaqtim, agar tilni men bu yerdan tilni angliyskiga qaytarib qo'yadigan bo'lsam, shortkey 100% ishlaydi. Chunki bu programmani baribir o'zining tili angliyskida, shortkey 100% ishlaydi. Agar men buni tilini ruskiyga qaytarib qo'ygan bo'lsam, shortkey umuman ishlamaydi. Tushunarlimi? Ya'ni shunchaki Y probel bosganda ishlamaydi. AutoCADda bilasizlar E probel, ya'ni angliyskidagi E probel, bu E harfining ustida U harfi borda ruskiydagi. Men shortkeyni yasab qo'yganman, mana. Nastroyka qilganman. Kerak bo'lsa men E probelda bosadigan bo'lsam ham ishlaydi yoki U probelda ham ishlaydi. Tushunarlimi? Yoki D, Y da ham ishlaydi. Odatda angliyskida D, Y, ya'ni delete, delete shu bosh harflari. Umuman agar har qanaqa komanda kiritmoqchi bo'lsangiz, shunchaki bosh harflarni bosishingiz kerak xolos. Trim qilmoqchi bo'lsak, T, R. Align misol uchun A, L. Yoki da split, S, L, S, P, L. Shunaqa komandalar borda. Ularni bosh harflarini bosishimiz bilan kifoya qiladi. Men shunchaki ruskiyda ham ishlash uchun mana bu yerda rus tilidagi klaviaturani ham qo'shib qo'yganman. Ya'ni programmani tilini shunchaki ruskiyga o'tkazib turib, men bu yerda Windowsda ham klaviaturamizni ruskiyga qaytarib turib qo'shib qo'yganman. Xolos. Buni men sizlarga o'rgataman. Men yerda import bo'limi borda. Import bo'limidan shortkeyni ulab olishimiz mumkin bo'ladi. Men sizlarga shortkey yasab bo'lganman, tayyor tashab beraman. Hozir aniq esimda yo'q. Mana shu shortkeyni men saqlanib qo'ygandim. Revitning ichida. Aniq esimda yo'q, tak bo'lishi kerak. Onlayn 011 damikan. Aniq esimda yo'q. Buni qayerdaligi hozir.
Atak men sizlarga yuborib qo'yaman. Mana shunday ekan, yo'q. Yo'q, aniq esimda yo'q birozdan ham. Bo'lmasa men buni tashlab qo'yaman. Black Hack key bo'lishi kerak. Tashlab qo'yaman, shunchaki importni bosasizlarda men tashlab bergan faylni ko'rsatib yuborsanglar bo'ldi. Men bu yerda short keylar meniki bilan bir xil ishlaydi keyin. Tushunarlimi? Mana qo'shilganda hal qilganlarimizga. Endi aytdi ibor uchun shu klaviatura ruskiyda va shega to'g'ri kelar ekanda. Okay, bo'ldi. Keyingisi sveta bo'limi, bitta svetliga qaytarib qo'yasizlar. Bo'ldi. Grafika bo'limida qolgan narsaga teginish shart emas. Grafika оборудование bor. Fayl bo'limi muhim. Mana bu fayl bo'limida bizga shablon ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizda shablon chiqmadi-yu boshida. Demak, plus bosasizlar va shablon ko'rsatish kerak. Misol uchun menda D disk yoki bo'lmaganda D emasda shu narsa menda programmada bor edi. Новый papkada sal pastroqda RVT shablon mat bo'lishi kerak mana, plus mat. Bu yerda ko'rishingiz mumkin shablon Archviz AR24, Archviz AR23, tepada 21, 19 versiyalar uchun ham shablon bor va Archviz Edu bu interyer rabochka uchun shablon. Tak, men sizlarga bu shablonni hozir tashlab boraman hammasini, kerak bo'lganlarini. Demak, nima qilasizlar? Mana bu 23, 24, 19, 21 deganlari bu versiyalar uchun. Agar sizda Revit 2021 bo'lsa, mana bu shablonni ochishingiz kerak. Tushunarlimi? Agar 24 bo'lsa, mana buni. Bularning hammasi bir xil shablon. Bir xil shablon. Faqat men bularning versiyasini 19, 21, 23, 24 qilib saqlanib qilganman. Tushunarlimi? Bo'ldi, shu narsa faqat. 24 bo'lsa, 24 ni oching xolos. 24 ni qo'shamiz, mana bo'ldi. Shablon qo'shildi. Dabayt qilishim mumkin. Mana bu misol uchun interyer robot shablon borda. 2 marta bosdim, bu ham ketdi mana. Endi misol uchun o'rnimizga turib qo'yishimiz mumkin. Menga ayar muhim tepaga chiqazib qo'yaman. Bo'ldi. Qolgan elementlarga teginish shart emas bolalar, shunchaki OK bosasizlar bo'ldi. Ctrl D. Mana endi ko'ramiz. Modul bo'lmada Sazda deydigan bo'lsak, ayar 24, Archviz Edu chiqyapti. Ayar 24 tanlandi. Endi nima qilamiz? Mana bu yerda bizda Sazdat Новый degan knopka borda. Sazdat Новый proyekt yoki de Sazdat Новый shablon proyekti. Bularning farqi bor. Demak, mana bu birinchisi nima desanglar, bu agar siz mana bu shablonga asoslanib yangi proyekt, ya'ni aytaylik mana bunaqa domda ishlamoqchi bo'lsangiz, shablon tanlaysiz va Sazdat Новый proyekt deysiz. Ya'ni mana bu shablonga asoslanib men yangi proyekt ishlamoqchiman deysiz. Agar siz mana bu shablonni o'zini takomillashtirmoqchi bo'lsangiz, shablon proyektda, ya'ni shablonni o'zini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana buni bosishingiz mumkin. Tushunarlimi? Bu faqat shablon bilan ishlaydigan bo'limda bizga mana bu shablonga asoslangan holatda yangi proyekt ochishimiz kerak bo'ladi. Demak, OK bosamiz, bo'ldi. Mana ochildi. Ko'rishingiz mumkin. Bizda bir nechta bo'lim bor. Tepada alohida birinchi bo'lim, ikkinchi, uchinchi va o'rtada viewport bor va pastda ham kichkina bo'limimiz bor. Bular nima ekan? Mana bu e'tibor qaratamiz, bu начальный вид. Bu shablon ochilganda har doim mana shunaqa qism chiqadi. Boya tutganimdek hammasi bir xil shablon. Faqat men bularni versiyasini o'zgartirib qo'yganman. Mana bu shablon aslida 21 da shablonda. Lekin bu 21 da shablonni men 24 uchun moslashtirib saqlanib qo'yganman xolosda. Aytaylik sizda Revit 24, lekin siz 21 da shablonni ham ochishingiz mumkin aslida. Ochish mumkin. Faqat biroz vaqt kutishingiz kerak. Chunki u 21 modellarini mana shu 24 uchun обновление qilib bittalab saqlanib chiqadi. O'shanga vaqt ketmasligi uchun men buni 24 ga moslashtirib saqlanib qilganman xolos. Tushunarlimi? Demak, endi mana bu viewport bizada. Viewport bitta svойства bo'lim bor. Mana bu svойства bo'limi va dispatcher proyekti bo'limini o'zingizlarga moslab sozlab qo'yinglar xolos. Demak, buni qanday sozlaymiz? Yuqori sizdan o'sha tortib chiqazib oldimi? Odatda bu narsa mana bu tomonda dispatcher proyektda ham buni balki pastki qismida bo'lishi mumkin. Mana bu qismda bo'lishi mumkin. Ya'ni xuddi shu holatda chiqadigan bo'lsa Revitlar to'g'rilaydi. Agar sizga shu qulay bo'lsa, to'g'ri bo'lmaydi. Lekin menga noqulay bunaqa ishlash. Demak, dispatcher o'sha tortamiz, bu yoqqa va burchakka to'g'rilayman. Mana ikkita bo'lim alohida. Mana bu bo'lim va bu bo'lim alohida bo'lgani ma'qulroq menga. Ba'zi bolalar shashadi, dispatcher yo'qolib qolishi mumkin-da. Mana bu svойствani ustiga boradigan bo'lsangiz, mana bu ko'k region to'liq chiqyapti hozir. Qo'yib yuboradigan bo'lsam, mana yo'qolib qoldi. Dispatcher proyektda bor, lekin svойства degan bo'lim yo'q. Lekin bor aslında olganda. Ko'rishingiz mumkin dispatcher proyektda yoki de svойства bo'lim mana. Men bu yerdan boshqarish mumkin endi. Tushunarlimi? Atak bu yaxshi variant emas. Tortib chiqazinglar buni.
Mana chiqazda buni lekin svojstva chiqmayapti-da. Svojstvani ushlab chiqasizlar, yonga yopishtirib qo'yinglar. Buni bu tomonga yopishtirib qo'yinglar. Bu balki teskari bo'lishi ham mumkin. Kimga qanaqa? Menga mana shu qulayroq variant. Odatda Rossiya hududlarida teskari ham ishlatishadi. Atak menga bu qulayroq variant-da, chunki birorta element tanlanganda mana bu svojstva bo'limi xuddi shu elementni o'zi haqida ma'lumotlarni chiqarib beradi. Ya'ni svojstva deganimiz bilasizlar, u svojstva, shunchaki svojstva. Ya'ni tanlangan elementni o'zi haqida ma'lumotni chiqarib beradi-da. Lekin mana bu bo'lim dispatcher proyektda bu proyektni boshqaradigan bo'lim. Ya'ni proyektdagi asosiy narsalar nima u? Planlar, listlar, 3D vidlar, qo'shimcha jadvallar. Mana bu yerda, ya'ni proyekt ma'lumotlarini siz bu yerdan olasiz. Lekin tanlangan elementni ma'lumotlarini ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerga o'tishingiz kerak svojstva bo'limiga. Tushunarlimi? Svojstva bo'limi faqat tanlangan elementni o'zi haqidagi ma'lumotlarni chiqarib beradigan bo'lim. Dispatcher proyektda umumiy proyekt haqida ma'lumot beradigan bo'lim. Endi bu viewportda. Pastda ham kichkina bo'lim bor. Bu bo'lim bilan birozdan keyin gaplashamiz sizlar bilan. Va tepada instrumentlar bor. Bilasizlar, AutoCADda kim ishlagan bo'lsa yoki 3D Max ishlagan bo'lsanglar, xuddi shunaqa bir xil ikkalasi ham, ya'ni ikkalasida ham shu instrumentlar tepasida chiqadi. Buni ko'rishingiz mumkin. Mana. Lekin endi Revitga qaytamiz. Bizda tepada arxitektura bo'limi, konstruksiya bo'limlari bor ekanda, asosan biz arxitektura bo'limini o'zi bilan ishlaymiz, lekin konstruksiya bo'limida ham kerakli elementlarimiz bor. Hozir bular aktiv emas, chunki men начальникda turibman. Endi bu aktiv bo'lish uchun yuqorida bizda bo'limlar bor-da, ko'rishlar mumkin. Vid degan bo'lim bor. Odatda bu vid o'chirilgan bo'lishi ham mumkin maqadar. Minus bosib qo'yamiz, hamma bo'lim o'chib qoldi. Plus bosilgandan keyin vid tip turibdi-yu. Plus bosaman, ochildi mana. Vid tip ochildi. Tushunarlimi? Endi bu nima bor ekan? Plan etaji proyektning modul degan bo'lim bor alohida. Bu faqat planlar bilan ishlaydigan bo'limda. Birinchi etaj 2 marta bosamiz va ochildi. Ko'rishingiz mumkin, mana bu viewportda qanaqadir plus minus chiqdi. Ya'ni bu plus, bu koordinata o'qi. Mana bu elementlarimiz bu alohida bizda vizualniy kamera. Endi Revitda harakatlanish o'zi qanaqa ekan? Revitda harakatlanish shunchaki mishkani g'ildiragini, ya'ni kursorni aylantirish oldinga, orqaga, oldinga, orqaga. Tushunarlimi? Yoki pan qilish, mishkani g'ildiragini, ya'ni kursorni bosib turib pan qilishimiz mumkin. Bu shunchaki menyuni o'zini harakatlantirish. Tushunarlimi? Endi tanlashchi. Tanlashim juda oson. Misol uchun mishkani olib borib, shunchaki mishkani chap tomonidan bir marta bosish kifoya. Yoki turli xil elementlarni bitada olishimiz uchun AutoCADga o'xshab mishkani chap tomonni bosib turib, chapdan o'ngga tortadigan bo'lsak, bu elementimiz chapdan o'ngga tortilganda mana bu region ichiga to'liq qoplamagan, ya'ni to'liq qoplamasa, bu tanlamaydi. Qachonki bu region birorta elementni to'liq qoplaydigan bo'lsa, keyin tanlab beradi. Tushunarlimi? Balki teskarisi ham bor bu narsani. O'ngdan chapga qatoradigan bo'lsak, bu regionimizga birorta element tegadigan bo'lsa tanlab oladi. Tushunarlimi mana? Mana. Shunchaki tegib tanlayapti. Mana bu ham bor, mana bu ham bor-da. Mana. Tushunarlimi? Juda ham qulay instrumentlar bular. Endi davom etamiz. Misol uchun, tepada endi ko'rishlar mumkin arxitektura, konstruksiya bo'limlari aktivlash, chunki biza planda bo'lganimizdan keyin bu aktivlashishi 100% aniq. Endi yuqorida bizda misol uchun arxitektura bo'limida sten bor, dver, okno, komponent, kolonna, krisha, patolog va hokazo elementlar juda ko'p. Bularning hammasi arxitekturaga oid bo'lgan elementlar va bular bilan biz loyihamizni noldan ishlab chiqishimiz uchun yordam beradi. Demak, aytaylik, menga sten kerak-da, devor kerak. Devorni qayerdan olaman? Tepada stena bo'limi bor va tanlanganda stena arxitekturniy variantimiz bor, stena nesushi variantimiz bor va pogranniy bor. Pograniyni bu oxirgi tema, keyin ko'ramiz. Bu shunchaki parametrik formalar bilan ishlaganda kerak bo'ladigan bo'lim. Demak, stena arxitekturniy variant tanlaymiz. Bolalar, ovoz yaxshi bo'lyapti. Qanaqadir shum yo'qmi ovozda? Aha, tushunarli. Chunki o'tgan darsda qaysidir qismlar juda ovoz balandlashib ketgan ekanda. Tak, bo'ldi. Demak, endi nima qilamiz? Tepada bizda stena arxitekturniy variantimiz bor. Tanlaymiz. Tanlangandan keyin svojstva bo'limida shu element tanlandi hozir. Tanlanganligi uchun svojstva bo'limida bu haqida ma'lumot kelib chiqyapti. Bu nima ekan? Ba'zi stena bu tashqi, ya'ni tashqi fasad uchun kirpich berilgan ekan. Bilasizlar, kirpichning razmeri 380 bo'ladi. Odatda 400 ko'rsamiz, lekin u 400 отделкасы bilan birga hisoblangandagi variantimiz. Tushunarlimi? Demak, kirpich berilgan.
ustiga bir marta bosganda mana bu yerda devorning turlari kelib chiqyapti. Turli xil variantlari bor ekanda. Даже bitta beton. Beton varianti bor, 300 lik, 200 lik, 400 lik. Bularni shunchaki o'qib tanishib chiqasizlar. Buni bittalab tushuntirishga vaqt sarflash arzimaydi. O'qiysizlar nimalarga, misol uchun gazobeton yozilgan, ya'ni gazoblok, penoblok, sandwich panel, utepletel misol uchun har xil materiallar bor. Bularni ko'rib chiqasizlar hammasini va qadam darslarni ham ko'rish endi shart deymiz bolalar. Buni ko'rmasanglar sal qiynalasizlar. Agar ko'rsanglar o'zlashtirishinglar shunchaki tezlashadi. Chunki men juda ham sodda bo'lgan elementlarni tushuntirishga vaqt sarflamaganimdan ma'qulroq variant. Chunki biza xudo xolasa men bitta proyektda tanladim. Lekin yana bir ikkita variant bor. Ko'ramiz. Xudo xolasa sizlarning gruppa bilan uchastka variantimiz bor. Juda ham murakkab bo'lgan bitta klassik uchastka bor. Hududi ham yaxshigina kattaroq. Klassika to'liq modellashtirilgan tayyor proyekt, real proyekt. Simbolik kimda ko'p qavatli dom bor. Bu ham klassik fasad. Oldingi gruppamga tanlangan proyektdan qiyinroq. Ancha qiyinroq desak ham bo'ladi. Xudo xolasa uchastka muammo yo'q. Uchastkani tanladik. Unda muammo yo'q. Xudo xolasa unda muammo bo'lmaydi. Lekin mana bu domlarni gaplashib ko'ryapman. Hali yakunlangani yo'q. Ya'ni ruxsat olganimdan keyin xudo xolasa ishlaymiz. Chunki 2009-yilda qurilgan ekan. Real proyektda. Keyin yana bitta obyekt bor. Nijiloy 14 qavatli biznes center deyishdi. Xudo xolasa u ham o'xshab qolsa, uchalasidan bittasini sizlarning gruppaga tashlaymiz, kanalga tashlaymiz. Tanlaysizlar. Eng ma'qul variantda ishlaymiz. Atak uchastka men odatda ishlamasdim gruppada, lekin bu tanlangan uchastka ancha qiyinroq ekan. Umuman ko'p vaqtimizda ketib qoladi fasad qismiga. Atak dom variantlarimiz bor, biznes center ham bor. Biznes centerlarni fasadlarini ko'rmadim. Lekin ma'lumotlar yaxshi deyishdi, xudo xolasa. Bu ham ancha oldin ishlangan proyekt, lekin juda ham murakkab deyishdi. Ko'ramiz yana ham. Tushunarliga. Sizlarga qolsa qaysini ishlagan ma'qul deysizlar? Takliflar. Nimani ishlashinglarni afzal ko'ryapsizlar? Bolalar, bemalol gaplashishimiz kerak-da. Savollar bilan dars o'tkazmasak, o'zingizlar uchun ham, men uchun ham zerikarli. Savollar berib, bemalol ochiqcha gaplashadigan bo'lsak, u men uchun naborat qiziqarliroq bo'ladi. Keyin balki dars o'zi 1,5 soatda 2 soat ham o'tishi mumkin, kerak bo'lsa. Ya'ni qiziqarli bo'lsa, men o'zim ham qiziqib o'tiraman, deydi ham ko'proq. Nima deysizlar? Qanaqa fikr bildirasizlar? Uchastka ma'qulmi yoki dommi yoki biznes centermi, qanaqadir? Ha. Yana fikrlar bormi, bolalar? Universal qilsak bo'lmaydimi? Hammasini bitta qishlabman. Biznes center masalan birinchi etaj qolgani dom. Yo'qda, bo'lmaydi. Bitta proyektda biza tanlab noldan ishlashimiz kerak hammasini. O'sha domni olib qolaylik. Agar hammaga ma'qul keladigan bo'lsa. Ha, dom o'ylayapman lekin. Agar xohlasanglar, men uchastkani yana ham so'rayman. Planirovkasi, fasadlarini tashab beraman sizlarga. Men o'zim o'ylashimcha ham o'sha dom yaxshi variant. Chunki o'rganadigan ma'lumotlarimiz domda ko'proqda. Misol uchun kvartirografiyani biz uchastkada qilmaymiz. Lekin domni qilishimiz kerak, kvartirografiyasini 100% qilishimiz kerak-da. Ham qavatlari ko'proq, ham bu sizlar uchun ham qiziqarliroq bo'ladi. Ya'ni ishlayotganda kattaroq proyekt ishlash o'zingizlar uchun qiziqarliroq hamda. Lekin men uchastkani bugun ko'rganimda fikrim ancha o'zgardi. Juda ham murakkab, juda ham bir qiyin bo'lgan fasadda, lekin shunga yarasha keyin dom topdim bitta alohida. Bu ham real proyekt, lekin hali ruxsat olmadik domdan. Dom 12 qavatmi shunaqa adashmasam, fasadlar juda zo'r ishlangan. U real proyekt qurilgan deyishdi. Uni men ko'rmadim, qayerda qurilganini bilmadim. Qurilgan ekan 2009-yil proyekt. Ishxonamiz tomonidan ishlab chiqilgan. Keyin biznes center bor. Xudo xolasa men rejam bo'yicha o'zi dom yoki biznes centerda ikkalasini ko'ramiz. Keyin bir narsa bor. Rezultatni kim zo'r ko'rsatsa, mana oldingi gruppalarimda yoki malaka oshirish guruhlarimga qo'shilish imkoniyati bor. Tekinga qo'shilish imkoniyati bor bolalar. Ularda malaka oshirish guruhida Revit'da zo'r bo'ladigan bola ham baribir qo'shilishadi. Chunki o'zi malaka oshirish guruhi menda Revit'da ishlab yurgan bolalar uchun bo'lganda, u gruppaga sizlarni tekinga qo'shib qo'yaman, faqat rezultat ko'rsatganlarni tushunarliga. Men sizlarga aytib qo'yay, bu kursda o'qidi degani oxirida misol uchun pro bo'lib chiqasizlar degani emas. Pro bo'lib chiqishinglar uchun o'zingizlar harakat qilishinglar kerak. Men
harakat qilaman qo'limdan kelgancha o'rgataman. Shuning biza o'zimizda proyektni firmada qanaqa etapga chiqadigan bo'lsak, xuddi shu qismgacha olib chiqaman sizlarni. Faqat endi sizlar ham uyda o'tirib o'sha berilgan vazifalarni 100% bajarishinglar shart-da. Agar uyda misol uchun 1 soatdan dars qilsanglar o'rgana olmaysizlar, aytib qo'yay. 1 soatdan dars qilish natija bermaydi. Yo'q deganda 2 soatdan shug'ullanish kerak, bo'lmasa 4 soatdan shug'ullanish kerak. Tushunarlimi? Kuniga kamida 4 soatdan shug'ullangan o'quvchi, xudo xolasa, kursi zo'r tugatadi. Endi men prosta Autodesk kompaniyasidan kelib turib ham o'zbek tilini o'rganib, sizlarga dars o'tsam, misol uchun, agar o'zingizlar harakat qilmasanglar, foydasi yo'q-da. Tushunarlimi? O'shaning uchun uyda harakat qilishinglar shart. Qo'shimcha yaxshi o'zlashtirayotgan bolalarga balki guruhdan odimlab ketadigan bo'lsa, men boshqa qo'shimcha topshiriq ham beraman. Qo'shimcha domlarning loyihalari bor. Ularni beraman. Mustaqil ravishda ishlab ko'rasizlar. Eng zo'r bolalarga ish topishga yordam beramiz. Tushunarlimi? Tak, bo'lmasa davom etamiz. Eshitaman. Nima deysiz? Interyer rabochka darslar bor. Ha, ularni beraman, mana yo'q. Ularni qo'shimcha tashlab beraman. Ayol to'ys gruppasi bor. 4-level. Bu yarim yildan keyin yopiladi premyerni, lekin ungacha qo'shib qo'yaman, nima yo'q. Tak, demak, davom etamiz. Endi bu yerda kichikroq bir plan chizib ko'ramiz. Misol uchun tepada menga bazaviy stena kirpich borda. Kirpich tanlab oldim. Tanlangandan keyin endi chizishimiz mumkin. Shunchaki mishkan chap tomonni bosib chizaveramiz. Ketdi mana. Yana bitta plus tomoni Revitda bitta o'lcham kelib chiqadi-da. Misol uchun 4500 masofada o'ssam deyman. Yon tomonga tortaman, polar tracking ishlayapti hozir. Bo'lmaganda extension sinab turarsa. Yon tomonga 6 metr enter deymiz, ketdi. Tepaga tortishimiz mumkin. Misol uchun 3400 bunaqasiga. Tepan qismda masofa kichkina-yu. Escape bos komandani qo'llaymiz. Tanlangandan keyin masofasi 1100 chiqyapti-yu. Tanlaymiz. Buni o'lchamlari oraliq masofasi 3 metr bo'lsin. Enter deyman, bo'ldi. Tushunarlimi? Ya'ni har bitta devor tanlanganda eng yaqin masofada qo'shimcha o'lcham kelib chiqadi. Bu aytaylik mana bu qismda 6 metr, lekin mana bu tomondagi masofamizda 1600 ekan. Agar oshiqroq qilmoqchi bo'lsanglar, ko'rsatishinglar mumkin bo'ldi. Yana bir masala bor. Qaranglar, devor tanlanganda devorda qo'shimcha mana bu razmer chiqyapti. Bu oddiy razmer emas, bu временный-da. Ya'ni vaqtinchalik razmer. Xuddi shu razmerni biza to'g'rilab qo'yishimiz kerak nastroykasini. Ya'ni qanaqa deganda, mana bu yerda tochkasi faqat devorning markaziy qismidan beryapti-da. Devorning markaziy o'qlaridan o'lcham chiqazib beryapti. Bizaga deymiz, devorning tashqi qismlaridan o'lcham chiqazib ber deymiz. Unday qilish uchun bizda qo'shimcha bo'limlarimiz bor. Bo'lmaganda unit degan bo'lim borda. U nima bosilganda ishlamayapti. Ishlash uchun ruskiyda ham caps bosib qo'yasizlar. Ya'ni katta harf yozib qo'yamiz. U nima deymiz? Unit degan bo'lim borda. Unitda qaranglar, длина degan qismni to'g'rilab qo'yinglar millimetrga. Va yana bir masala bor mana bu yerda. Обозначение muhim emas, lekin округлениясida nuqtadan keyin, ya'ni virguldan keyingi ikkita raqamni ko'rsat deyapti. Shu narsani men odatda 0 qilishlayman. Tushunarlimi? Ya'ni bu 0 qilganda shunchaki qo'shimcha aytaylik 3 metr emasda 3000 1 millimetr ham qo'shilib qolishi mumkin. O'sha narsa bo'lmasligi uchun men odatda 0 qilishlayman округленияmizni. Men 0 qilib olamiz. OK deymiz, ya'ni bittada qoldik, bo'ldi. Keyingisi, tak ploshlarimiz bor. Ploshlarda ikkita, ya'ni virguldan keyin ikkita raqam ko'rinishi shart. Bu narsani to'g'rilab qo'yasizlar, bo'ldi. Chunki bizda kvadrat o'ynab ketib qolishi mumkin. Aytaylik 20 kvadrat emasda kvartiramiz, 22 kvadrat bo'lishi mumkin. O'sha narsani olib qo'yishimiz kerak, bo'ldi. OK deymiz. Bu bo'limda qiladigan ishimiz boshqa yo'q. OK deymiz. Keyingisi управление degan bo'lim bor. Управление degan bo'limda qo'shimcha elementlarimiz bor. Дополнение parametr bor, tanlaysizlar. Buning ichida stil liniya, vase liniya, образцы liniya bor, shtrixovka, annotatsiya degan bo'lim bor. Bizga mana shu annotatsiya bo'limi kerak. Demak, bu bo'lim tanlanganda men bu yerda qaylar? Bitta shu masalasi bor, Revitda rosa ko'p bosh og'riq narsa shu bakni to'g'rilashmagan haligacha, balki litsenzionni versiyasida bo'lmasligi ham mumkin. Odatda crack qilingan versiyada hammada ham bu narsa bo'lavermaydi, lekin ko'p ko'ryapmiz shu narsani. Annotatsiya bo'limida mishka borilganda mana bu bo'limga o'tmay qoladi. Ko'ryapsizlar? Mishkani boryapman, o'chib qolishi mumkin-da mana. Qayta qilganda ishlab ketishi mumkin mana. Mana ishlayapti hozir. Ba'zida ishlamay qoladi, ishlamayapti endi. Olib boramiz. Bor deb yo'q qo'yibdi mana.
Keyin bizda временный размер degan joy borda. Временный размер, засечка bor, yana turli xil bo'limlarimiz borda. Bularni mana shu qismning o'zidan ham o'zgartirib qo'yish mumkin. Засечкamiz bor. Mana ishlamay qoldi. O'tkazib oldik. Временный размер bor. Endi временный размер degani bu o'sha tanlanganda vaqtdan chiqadigan razmerda. Bu yerda so'rayaptiki, o'sha devorimizni, ya'ni ost qismidan, ya'ni markaziy qismidan tanlab beradi deyapti. Bu narsani biza osti chegarasidan bo'lganda menga поверхностьdan kerakda. Element tanlanganda поверхностьdan, ya'ni men devorning tashqi qismidan o'lcham chiqazib ber deyman. Keyin so'rayaptiki, eshik va oknoda ham xuddi shu narsa, eshik romning markaziy qismidan deyapti. Yo'q deymiz, buni proyom, ya'ni o'sha eshik romning chetidan deymiz. Buni hozir markaz qilib turamiz. OK deyman, qadar tanlaymiz. Mana ko'rasizlar, o'lchamni chiqazyapti. Endi o'lchamimizni o'sha devorning yon qismidan chiqazib beryapti. Mana bu yaxshi narsa-da, markazdan emas, bizga boshqa tashqi chegarasidan o'lcham kerak-da. Demak, buni razmerini 1600 OK deymiz, bo'ldi. Mana bu qismi misol uchun 5620 olib qo'yganda, 5600 deymiz o'sha qismini. OK. Tepasi misol uchun 3020 olib qo'ygan. 3 metr deysizlar. Buni tepasi misol uchun 2600. Endi razmerlar yaxshi chiqadi. Tushunarlimi? Keyingi masala, misol uchun arxitektura bo'limiga qaytdim. Bu yerda dver borda. Dver tanlandi. Proyom bor ekan. Proyom emas, menga misol uchun eshik kerak. Eshik tanlayman 900 ga, ya'ni 960 ga 2080 deyapti. Aslida 960 emasda 1 metrga 2100 razmerdagi eshik bu. Bu shunchaki eshikning o'zini toza razmeri 960. Lekin 40 mm qayerga ketgansiz, bu zazor. Ya'ni montaj qilguncha ikki tomondan 20 mm dan joy qoldirilgan, ya'ni 2 sm joy qoldirilganda. Endi oboramiz meshkamizni, kerakli qismga qo'yamiz. Mana bu eshik bo'lsin. Okno kerak menga. Okno bo'lmay qaytaman. Okno razmerini tanladim. Mana bu qismga kerak menga misol uchun. Mana bu yerga kerak, mana bu yerga. Mana. Okno qo'ydik. Tushunarlimi? Balki mana bu teparoqda bo'lsin. Bu yon tomonda. Balki bu kerak emas deyman. Balki men bundan analog olib turib, mana bu yerga qo'yishim mumkin. Tushunarlimi? Mana. Okno qo'ydik. Endi qaranglar. Tanlayman. Yana xuddi shu narsada o'lchamlari markaziy qismdan chiqyapti. Buni endi to'g'rilab qo'yish uchun nima qilamiz? Buni to'g'rilab qo'yish uchun va tanlangan razmer pala-parta shubka, chunki devorda dasturkasi devorda поверхностьdan berilgan, lekin oknoniki oknoni markazidan berilgan, pala-parta bo'lib qolgan bu narsa. Buni to'g'rilash uchun yana xuddi shu bo'lim, управление, mana annotatsiya, mana meshki ishlamay qolgani, shu qismiga mana tanlaymiz, временный размер va proyom tanlaysizlar, OK deysizlar, tanlanganda mana endi zo'r chiqyapti. Tushunarlimi? Ya'ni eng yaqin bo'lgan elementdan masofa chiqazib beradi. Aytaylik, bu 500 mm masofada joylashsin deymiz. Bu yoq 3590 qolyapti. Mana shu narsa. Tanlanganda 5600 masofamiz bor. Keyin yana bir masala bor bu yerda. Ya'ni to'g'rilash kerak bo'lgan narsa, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin joy qolib ketganda. Shunchaki chetvar degan narsa bor. Olib tashlaydigan bo'lsak, devorni o'zini tekst qilib, masofasini chiqazib beradi bizga. Tepada ham xuddi shu narsa bor. Xuddi shuni qo'shib qo'ygan bo'lsak, mana tekstlanib qoldi. Mana bo'ldi. Plan soddaroq variantda keladi. Aytaylik, aytganga vitraj kerak-da, qanaqadir vitraj qilmoqchiman. Bularni halicha qaytamiz. Bularni hal bittasini misol uchun nastroykalari bor, devorni misol uchun sloylar qo'shishimiz ham mumkin. Juda ko'p narsa bor. Prosta sizlar bilan instrumentlarni bir boshidan ko'rib ketyapmiz xolos. Endi arxitektura bo'limida menga misol uchun mayli birinchi perkit deb olamiz. Perkitni tanlaymiz. Perkitga oldik. Misol uchun perkit tanlangan so'rayapti. Perkitimiz plita beton 220 mm lik plita beton bo'lganda bu plita. Tepasida beton berilgan 200lik. Bu monolit. Misol uchun menga mana shu yetib ortada deyman, tanlayman. Line olib turib, tashqi chegarasidan chizib chiqishim mumkin. Mana bu yerdan mana bu yergacha. Balki biroz oldinga tortib turib, bu yoqqa kirgizishimiz mumkin. Balki mana bu qismini oldinroq chiqarishimiz mumkin. Buni masofasini aytib to'g'rilash mumkin. 1200 masofada oldinga chiqsin deymiz. Bu pastki qismini ham aytaylik, sal tortilgan bo'lsa, razmer chiqadi. Bu 900 bo'lsin deymiz. Mana bo'ldi. Yurish uchun joy qoldirdim shunchaki. OK deymiz, bo'ldi. Perkitga bor. 3Dga qaytganda ko'rishlarim, tepada 3 rasm bordi. Mana 3D, birinchi qavat, 3Dni bosish mumkin bir marta. Mana biz yasagan obyekt mana shu ko'rinishda. Endi bundan dash davom bor. Birinchi qavat qaytib oldik. Mana bu vitraj kerak menga. Vitraj qilishim uchun vitraj variantli eshik izlash shart emas. Stena bo'limini ichida ko'rishlarim mumkin pastroqda bizda vitraj bor ekanda. Mana bu bez razrezki impuls deyapti. Mana bunda shunchaki o'sha impulslarning o'zi bor ekan. Ya'ni bu yerda orasidagi profillar ham qo'yilgan ekan. Tanlaymiz.
man bu yerdan deyman, man bu yergacha misol uchun bitta vitraj bo'lsin. Lekin tarafdan qaranglar, mana vitrajsiz hammi hozir. Lekin vitrajni o'zini bizga aniq ko'rsatib bermayapti. Mana vitraj bor, lekin devor orasida qolib ketdi. Buni to'g'irlash mumkin. Element tanlanganda buni ma'lumotlari bazasi borda, izmin tip bosilganda ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda stроительство degan joyda avtomatik вложение bor. Bu knopkani yoqib qo'yish shart. Tushunarlimi? Okay deymiz, mana. Avtomatik hammasini kesib tashlaydi. Tushunarlimi? Keyingi masala qaranglar, bu narsa ham devor chizganda balandligi o'chib o'tar ekan, lekin mana bu vitrajlar baland bo'lib ketib qoldi-da. Bularni hammasini to'g'irlash mumkin nastroykalarni. Bu hozir ko'rayotganimiz o'rganish uchun sodda proyektda, xudo xolasa sizlar bilan uje kurs jarayonida biz bunaqa elementlarga uje vaqt sarflamaymiz keyin. Ya'ni asta-asta murakkablashib boshlaydi. Taxminan 5 tadan 7 ta darsgacha borishi mumkin maksimalda. 7-darsgacha biz mana shu instrumentlarni to'liq hammasini ko'rib bo'lamiz. Даже ularni o'zgartirish, yasab chiqish, misol uchun ularni hammasini ko'rib bo'lamiz. Tomlar, tomda kanyok yoki tomda ichidan misol uchun strapilasi bor yog'ochlari. Bularning taqsimlanishlari, bularni hammasini ko'ramiz. Umuman addalka qismlargacha ko'rib chiqamiz. Keyin proyekt boshlaymiz va xudo xolasa sizlar bilan mana bunga o'xshagan murakkabroq planirovkadan bemalol ishlaymiz. Ko'rishlarim mumkin. Men bu ham o'zim bo'lganda unaqa murakkab emas-da. Mana. Tushunarlimi? Mana shunaqa proyektlarni bemalol ishlaymiz. Bu ham baribir boshlanishi hammasi, asnovasi mana bu devorlardan hammasi. Endi davom etamiz. Bizda bu plan bo'lim bor ekan. Mana tepada ikkinchi qavat ham bor-da. Второй этаж. 2 marta bossam ustiga chiqib ketdi. Ya'ni bu hozir ikkinchi qavat tepa qismiga o'tib oldi. Lekin mana vitraj ko'rinib qolgan. Sabab bu birinchi qavatdagi vitrajimiz balandroq ekanda. Buni balandligi qayerda yoki bo'lmaganda mana ikkinchi qavatning balandligi qanaqa atmetkadan berildi degan savol tug'ilishi mumkin. Bizda qo'shimcha bo'lim bor. Fasad degan joy bor-da. Fasad modul bor va fasad оформленияimiz bor-da. Bularning farqi bor. Fasad modul bu рабочий вид, shunchaki рабочий vidda. Mana bu оформление degan vidimiz bu listga terish uchun alohida vidda. Bu jihatdan hisobga olasizlar. Demak, menga hozir рабочий vid kerak bo'lar ekan. Tak Telegram yonga tortib qo'ysak, xabarda kelmaydi keyin. Bo'ldi. Endi fasad modulda yujniga qaytib olamiz. Mana o'sha yon tomonni ko'ryapmiz. Yoki-da severni ko'rishlar mumkin, zapadni. Mana eshigi bor tomonda o'sha qismimiz. Endi misol uchun men yujniga qaytdim. Tepada vidda ko'payib ketdi-yu. Tepada X knopkasi bor-da. Assalomu alaykum, eshitaman. Boya vitraj o'rnatganingizda avtomatik razrez qo'ydingiz, o'shani bitta qayta ko'rsatib Aha. Tanlaganingizda izmini tip bo'limi bor-da. Mana avtomatik vложение bor. Shu knopkani o'chirib qo'yadigan bo'lsak, odatda bu kesmaydi. Ya'ni yasalganda kesmaydi. Xuddi shu narsani yoqib qo'yishingiz kerak xolos. Tushunarlimi? 1 minut. Okay, yoqib qo'ysangiz keyin ishlaydi. Tushunarlimi? Mana endi davom etamiz. Tak, bu yerda mana fasadni ko'rib oldik. Fasadda balandligi ham berilganda, tanlanganda fasadni ma'lumot kelib chiqadi. Atmetkasi 3 metr ekanda, mana bu birinchi qavat pol sathimizda 0 da berilgan ekan, bo'ldi. Tepa 3 metr ekan. Aytaylik, men bir 4 qavatli obyekt yasamoqchiman, tanlayman. Bu yerda balandligi birinchi qavatim balki 4500 bo'lsin deyman. Okay deymiz. Lekin hisob ko'ringlar, nega 4500 beryapmiz? 4400 emas. Yoki 4000 qanaqadir 550 emas-da razmeri. 4500 aynan. 4100 bersa bo'ladimi? Nima deysizlar? Yoki umuman 4 metr bersa bo'ladimi? Bu o'sha zina stupenkasiga qarab bo'ladi. Xuddi shunaqa. Aytaylik 4 metr berilganda o'sha 15 ga 30lik zinamizning shakliga to'g'ri kelmay qolishi mumkin-da. O'shaning hisobiga odatda biz zinani stupenkasiga to'g'irlab olamiz. Endi tak 4500 berildi. Xuddi o'sha element tanlangandan keyin kopiyasini olishimiz mumkin, analog tashlashimiz mumkin. Aytaylik tepaga menga 3 metr bo'lsin deyman. Balki yana bitta qavat kerakdir. Balki bu yana mana shu 3000 ketaversin. 3000, okay deymiz, bo'ldi. Mana 4-etajimizda bor. Bu endi aytaylik 4-etajimizda, balki 4-etaj emasda, krovli bo'lishi mumkin, o'zib qo'yishimiz mumkin bu narsani. Yerga yozamiz. Inglizcha o'qitganim deyman. Mana. Tak, krovli yozib qo'ysak, bo'ldi bu qismiga. Tak, mana. Endi tom qismimizda. Endi bu yerda 3 qavatli obyekt ekan va tom sathi ham bor alohida, mana qoldirdik. Endi qaranglar, mana bu devorlarimiz qavat o'zgarsa ham, masalan, to'g'ri 5 turibdi-yu.
Bu yerga 4500 yozmaysizlar. 4 virgul 3, 2 enter deysizlar, o'zgaradi. Bu yerga 4500 yozadigan bo'lsanglar, bu fasadda metrda ishlaydi. Lekin mana bu qism arifmetika qismida millimetrda ishlaydi. Demak, bu yerga yozish kerak 4500. Agar betdan kiritmoqchi bo'lsangiz, siz shunchaki 5 kiritasiz. Tushunarlimi? Bo'ldi. Endi bu juda qulay narsa-da, chunki fasadda biz har doim metrda beramiz, metrda emasda. Endi mana bu devorimizda bu element o'zgaradigan bo'lsa ham avtomat tortilib ketyapti devor tepaga qarab. Chunki bu bog'lab qo'yilganda. Misol uchun men devor tanlayman. Men bu yerda so'raydi endi. Zavismus degan bo'lim bor. Svойствоning ichida zavismusda bu birinchi etajda deyapti. Birinchi etajdan 0 отметкада ekan. Смещение снизу bor. Endi bu отметкасы bu 0 da turibdi. Kerak bo'lsa men bu отметкасini 500 tepada bo'lsa ham deb ham ko'rsatishim mumkin. Men tepaga ko'tarilib qoldi-da. Yoki de minus 300 pastda bo'lsa ham deyishim mumkin. Pastga tushib qoldi. Atak nolga qaytarib qo'yamiz. Mana bo'ldi. Va tepa qismi, bog'langan qismi bizda zavismus sverhu. Yana bu narsa hozir urovini ikkinchi qavatga bog'langan ekan va смещенияsi 0. Kerak bo'lsa смещенияsini 1200 deb tepaga chiqazib qo'yishim mumkin. Tushundingmi? Bu narsa 0 ga qaytaramiz. Mana agar bu narsa sizlarda bog'lanmagan bo'lishi ham mumkin-da. Ya'ni tepada bizda unconnected degan narsa bor. Ya'ni bog'lanmagan bu narsa. Balandligi 4500. Agar men qavat uzatadigan bo'lsa, men bu element qolib ketadi. Sabab bu rushnoy balandlik beriladigan rejimga qaytib qoldi. Mana. Shunchaki buni ko'rsatish mumkin, ikkinchi qavat yoki 3-chi qavatga bog'lansin desam, bog'lanib qoladi. Tushunarlimi? Ikkinchi qavat deymiz, bo'ldi. Ctrl Z bosib ortga qaytarishimiz mumkin yoki Ctrl Y bilan oldinga qaytishimiz mumkin yana ham. Keyin vitrajlarimizda shundan bildikki, bu vitrajlarimizda bog'lanmagan ekan balandligi. Kerak bo'lsa ikkinchi qavatga bog'lab qo'yadigan bo'lsak, mana tepaga yopishib qolyapti. Tushunarlimi? 3D ga qaytamiz. Endi bu yerda harakatlanish ham, misol uchun mishkan g'ildiragi bilan uzoq yaqin qolish mumkin. Mishkan g'ildiragini bosib turib pan qilish mumkin yoki shift ni bosib turib yaqinlashish bu yerda unaqa emas. Yaqinlashish bu yerda shift bosib turib, misol uchun pan qilishimiz mumkin. Ya'ni aylantirishimiz mumkin atrofda. Mishkan g'ildiragini, ya'ni shift bosib turamiz birinchi navbatda va mishkan g'ildiragini ham qo'shib bosamizda aylantirishimiz mumkin. Tushunarlimi? Ba'zida proyektdan uzoqlashib ketgan vaqtlaringiz uchun topolmay qolishlar mumkin, mana. Ketib qoldik, uzoqlashib ketdik. Z probel deysizlar. Faqat o'sha aytganimdek, men aytdagi ruskida short key ishlash uchun odatda biz caps bosib qo'yamiz, keyin ishlaydi. Ya'ni caps bosilgandan keyin-da yoki deyapmiz xaylar, agar bu short key ruskida siz biron komanda kiritdingiz, ishlamayapti. Sabablari har xil bo'lishi mumkin. Aytaylik, mana bu caps yoqilmagan bo'lishi mumkin yoki-da sizda o'sha short key ruskida qo'yilmagan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun angliskiga qaytarishingiz ham mumkin bu yerda. Keyin z probel. Mana, uzoqlashamiz. Z probel. Tushunarlimi? Bu z probel misol uchun komandamiz, zoom qilgan komandamiz ruskida qo'yilmagan ekan, ishlamadi o'shaning uchun ham. Mana endi to'g'rilab oldik. Endi agar xohlasangiz birorta element tanlab, faqat shu element atrofida aylanishingiz mumkin. Misol uchun men escape bosib yuboramanda, shift bostirib pan qiladigan bo'lsa, mana harakatlanish tarqalyapti biroz bo'lsa ham-da. Lekin uzoqlashganda model ko'p bo'lganda harakatlanadigan bo'lsa, sizga kerak bo'lgan joydan uzoqlashib ketib qolishingiz mumkin-da mana. O'shaning uchun birorta element tanlab, kerak bo'lgan tanlab aylantirishingiz mumkin. Shift ni bostirib, mishkani g'ildiragini ham qo'shib bosasizlarda aylantirish mumkin, mishkani qimirlatib. Tushunarlimi? Mana shu narsa. Tanladik. Z probel yaqinlashib oldik, bo'ldi. Yoki tanlamasdan turib ham Z probel bu faqat umumiy proyektda qayerda element bo'lishidan qat'iy nazar bitta qilib ko'radi. Misol uchun men uzoqlashib ketdim-ku. Z probel deyapman, hammasini bitta joyga qilib ko'rsatyapti umumiy masofada. Agar bu element bo'lmagandek tanlab oldim, delete bosib yubordim, Z probel desam, faqat shuni o'ziga yaqinlashib qoladi. Mana shunaqa. Harakatlanish shu. Tushunarlimi? Endi keyingi masala, buni hali biz kolonna balkalar sasaganmiz, faqat instrument o'rganish uchun albatta. Endi misol uchun men vitraj menga yoqdi, qolsin deyman, lekin men burchak qismlari chiqmagan-ku. Burchaklar qanaqadir muammolari bor ekanda, buni to'g'rilashimiz kerak. Nima qilamiz? Birinchi qavatga qaytib olamiz. Mana bu vitraj bog'lanmayapti-da. Sabab devor bor-da, mana bu devor bir-biriga bog'lanib qolgan. Bunaqa holatlarda burchaklarda vitraj ishlashni boshqa yaxshiroq yo'llari bor. Nima qilish mumkin bu yerda? Tak, men nima qilardim? Birinchi navbatda devorni o'zini bo'lib olardim. Demak, birinchi qavatga qaytamanda keraksiz vidlarni hammasini yopib yuboraman. Mana yopib yubordim hammasini. 3D bor, birinchi qavat bor. Shunchaki WT deysizlar, bo'ldi. WT.
W bilan T ni birga bosdim. Tushunarligi? Tepada vid bo'lim bor-da. Vidda plitka bo'limlari bor aytaloqda bizada. Yokida T, W deyish mumkin qaytarish uchun. Men plitkani ustiga, ya'ni vid bo'limiga qaytganda, buni ustiga bitta bosib, ekranni ikki bo'lish mumkin. Tushunarligi? Agar aytaylik, endi game plan bor, men bo'limlarim bor-da. Plitka osilganda bu bo'lib tashlaydi. Men tepada qancha bo'lim bo'lsa, hammasi bo'lib tashlaydi. Keraksiz vidlarni yopib yuboramiz. Game plan kerak emas. Ikkalasi kerak-ku. Mana, ko'ryapsizlar? T, W deysizlar. T, W. Bosib ortga qaytarish mumkin. Mana. Endi birinchi qavat qaytib oldim. W T deyman. Ikkita vid bor, 3D ham bor-da. Endi nima qilamiz? Men bu yerdan devorda, men vitra sal yonga tortaylik. Vitroda bo'lsin. Balki bu 1 metrlik bo'la qolsin, mana. Bo'ldi. Keyin men bu yerda menga vitrajni burchak qismida kerak-da. Nima qilaman? Izmenitga qaytganda bizda har xil instrumentlar bor-da. Biz faqat hozir nimani ko'rdik? Devor, okno eshikni ko'rdik, lekin instrumentlar ishlatishni ko'rmadik-ku. Bu turli xil elementlarimiz bor. Misol uchun birorta narsa chizamiz. Misol uchun menga kichkinagina vitrajlanmasdi. Shuni faqat devordan chizaylik. Mana. Mana narsa bor. Tanladim. Agar xohlasam hammasini tanlab turib, men aytib move bor-da. MV komandamizni tanlaymiz. Xohlagan qismingizdan ushlab turib, buni kopiyasini yoki bo'lmaganda bu move faqat o'rnidan qo'zg'atishimiz ham mumkin, balki 3900 masofaga. Agar kopiyasi kerak bo'lsa, kopiyalasizlar, tochkani ushlaysizlar. Misol uchun 3100 ga. Mana ketdi. Tushunarligi? Tanlaysizlar, kopiyalasizlar, ketdi. Mana. Xohlagan qismiga qo'yishingiz mumkin kopiyasini albatta. Ctrl Z, Ctrl Y oldinga. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Tushunarligi? Tanlanganda men bu yerda boshqa elementlar ham bor-da. Rotate instrumenti bor ekan. Poвернут. Tanlaysizlar. Endi misol uchun bu elementni ishlatish uchun birinchi navbatda mana bu koordinat o'qinishda bo'lgan bizga tekislik kerak. Birorta tekislik ushlayapti. Mana bu tekislik bo'yicha deyman, tepaga qarab, misol uchun 25 gradusda burilsin deymiz. Mana burildi. Tushunarligi? Ctrl Z tanlaymiz. Rotate instrumentni olamiz. Mana bu tochkadan farqi yo'q. Ikkita tochka ko'rsatish mumkin, faqat qiyshayishni ko'rsatishimiz kerak. Misol uchun bu 45 gradusga qiyshaysin desa, men qiyshayib qoldim. Tushunarligi? Lekin uzilib qoldi-yu. Buni bog'lab olish uchun boshqa instrument bor. Bizda trim degan narsa bor. Mana. Tanlaysizlar. Mana bu elementni bunga bog'lab beraysizlar. Mana buni bunga deb aylar. Agar shu holatda mana bu elementni bunga desizlar, bunaqasiga qo'yibsizlar, shtrix chiziq chiqyapti. Yo'nalishini ko'rsatib ham beryapti-da. Mana bu tomonga kerak bo'lsa, bunga bosishimiz kerak. Agar tepaga burilish kerak bo'lsa, mana buni ko'rsatasizlar. Tushunarligi? Bizga naborot bunaqasiga, mana bu element bunaqasiga burilishi kerak. Mana shu tanlanganda elementni o'zini ruchni tortish ham mumkin tepaga qaratib. Mana tepaga ko'tarib boryapman. Tushunarligi? Tanlangan elementni o'zini tekisligiga moslab, o'sha o'qlari bo'yicha masofa ham chiqadi. Aytaylik, bu 3 metr masofada uzoqlashsin deymiz, katta tepaga qarab. Tushunarligi? Endi keyingi masala, misol uchun menga xuddi o'sha elementni men bu yerda nusxasi kerak. Faqat kopiyada olish kerak emas, chunki menga simmetriya bo'lishi kerak bu narsa. Simmetriya bo'lish uchun tanlanganda yuqorida bizda mana ko'rishlari mumkin zerkala borda. Bu endi shunchaki mishkani qimirlatmay tursangiz, o'zi video ham chiqadi, qisqagina videosi borda. Bu shunchaki axis mirror, ya'ni axis mirror deganda bu birorta elementga nisbatan akslantirish. Mana bunisi ruchnoy. Menda o'zi element yo'q, bu yerda hech narsa yo'q. Demak, nima qilishim mumkin? Draw mirror bor, DM tanlaymiz. Aytaylik, masofamizni mana bu qismdan mana 600 masofadan tepaga tortamiz. Mana qarama qarshi tomon nusxasi tushadi. Tushunarligi? Agar aytaylik, bu element yo'q. Menga devor kerak, tanlayman. Analogi bor tepada. Sazdat analog tanlangan elementni analogini berish degani. Mana devor bor men bu yerda menda. Devorimizning masofasi misol uchun 900 deymiz. Mana bo'ldi. Endi men bu element tanlangandan keyin shunga nisbatan berish mumkin. Mana bu tomonga. Tushunarligi? Shunaqa nusxasini olsak bo'ladi. Agar xohlasizlar yana mana bu elementlar hammasi tanlanganda draw mirror, mana bu tochkasi. Agar ishonmasa, tab bosish kerak. Tab. Ko'rasizmi, tanlov o'zgaryapti mana. Bitta bosamiz, pastga tushib qoldi mana. Shunaqa aylantirishimiz mumkin-da. Mana bu draw mirrorda biz endi holiy solishimiz aytaylik. Men bu yerda menga mana tochkadan mana bunaqasiga qiyshaysin deyish mumkin mana yon tomonga shavordik. Tushunarligi? Mana shu narsa. Endi keyingi masala. Tak, element tanlandi. Bizda trimning ikki xil metodi bor. Assalomu alaykum. Eshitaman.
Aha. Gruppani o'ziga tushadi bu video. Kanalga tushadi. Yopiq kanalga tushadi faqat. Bu kanal hozir 3 kun tekin. Mana 3 dars tekin. Birinchi darsga kiradigandik. Endi talablar ko'p bo'lganligi uchun, bolalarga imkoniyat qilib berish uchun 3 ta darsimizni tekin qilganmiz. Oxirgi kun jumada, jumagacha o'sha kanalda tekin ko'rishingiz mumkin. Juma kundan keyin o'sha xohlaganlar qoladi, xohlamaganlar chiqishi mumkin. Mayli, men beraman. Oxir dars oxirida. Xuddi shu masalani darsning boshida tushuntirdim. Shu narsani. Qanday holatlarda muammo kelib chiqadi, nima qilish kerak, buni hammasini boshida tushuntirdim. Buni videoni tashlab qo'yaman, kanalga ko'rib chiqasiz buni. Tushunarligi? Mayli. Endi davom etamiz. Streamni yana qo'shimchalari bor. Misol uchun menga devor kerak. Shortkey WA. WA bosdim. Devor kerak ekan. Mana bu yerda ham devor kerak. Misol uchun mana bu yerda kerak yana devor. Mana misol uchun. Mana shunaqa holat bor deylik. Misol uchun trim qilishimiz kerak. Men trim bilan men faqat birorta elementni ikkinchi elementga bog'lashim mumkin xolos. Lekin mana bu elementni bu burchak xoslig'i emasda, mana bu holatga yopishtirib qo'yishim kerak-da. Buning uchun nima qilamiz? Tepada bizda trimda ikkinchi metod borda. Endi bitta elementni o'zini bog'lash. Tanlaysizlar. Aytaylik, men tekislikka yopish kerakmi? Tekislikni tanlaysizlar. Qaysi element bu yoqqa yopish kerak? Mana bu deysizlar. Mana bu tekislikka, mana bu tekislikka, mana bu deysizlar. Tushunarligi? Lekin bu bittalab tanlab chiqishga arzimaydi. Uchinchi metod bor bu yerda. Endi bir nechta elementlarni ko'rsatilish mumkin. Tanlaymiz. Mana bu tekislikka, mana bularni hammasi deymiz. Tushunarligi? Trim instrumentlar mana shu 3 ta trimimiz bor. Pastki elementlarni ko'rdik. Endi yana boshqa ba'zi elementlarimiz bor, ko'rishimiz kerak bo'lgan. Endi demak, menga bitta eshik ham kerak men bu yerda. Aytaylik, eshik bo'lsin bittadoni. Mana. Endi qaylar? Align bor. Tepada izmit bo'limida ko'rishlar mumkin. Align bor. Tanlaysizlar. Devorni o'zini yopishtirishim kerak bu yoqda. Momentlar bo'lishi mumkinmi? Faqat bu devor emas. Trim qilish mumkinmi buni? Har holatda mebellarni surish kerak qolsa, shunchaki meshkani borasizlar, tabni bosasizlar, devor tekisligini tanlab oldik. Meshkani boramiz. Qaysi qismi kerak? Mana bu qismi kerakmi? Mana bu qismi kerakmi? Lekin bizda hozir mana bu qismni tanlashimiz mumkin faqat. Bosamiz yopishib qoladi. Tushunarligi? Bu ham borda. Endi bu yerda misol uchun trim bilan, mana bu trim bilan men bu elementga men devorni ko'rsatishim mumkin-da. Faqat devorlarni bog'lashim mumkin. Lekin xuddi shu align instrumenti bilan mana bu devor tekisligiga deyman, eshigimizning chegarasini bog'lab ber deyman. Ya'ni bitta o'qqa joylashtirib ber desam, trim yordam bermaydi bu yerda. Bu yerda align instrumenti bilan qilishinglar mumkin. Tushunarligi? Ctrl Z tanlanganda masofa chiqmayapti, ko'ryapsizlar? Masofa mendan bor. Chunki bu bir-biriga bog'langanda, men bu razmer tushab turib, mana buni tekisligiga to'g'rilashim mumkin. Ki masofasini 0 qo'yishim mumkin. Mana bu ham variant. Endi qaranglar, endi har xil momentlar bo'lishi mumkin. Align yoki razmer, align bitta tezroqda. Men bu yerda men bog'lab qo'yishim mumkin buni. Yoki men tekislikka buni bog'lab qo'yishim mumkinman. Endi bu yerda misol uchun sizlarda boshida scores bo'lmaydi. Score juda sekin bo'lishi mumkin. Bu muammo emas. Asta-asta ishlayversanglar, xudo xolisa scores tezlashib ketadi. 1 oyda o'zi bilinadi. 3 oydan keyin ancha tezlashib ketasizlar. Tushunarligi? Endi keyingi masala, bu yerda bizda offset degan narsa borda. Offset tushamiz. Offset bu yerda so'rayapti. Offset bu birorta tanlangan elementni misol uchun mana bu elementda qanchadir masofada qo'shimcha nusxasini tashib beradigan narsa bu. Misol uchun mana bu devorda menga nusxasi kerak atrofida. Buni smeshcheniyasini bitta ko'rsataman. Misol uchun smeshcheniyasi 1200 bo'lsin deydi millimetrda. Mana. Ko'rsatasizlar. Tashqi tomon ko'rsataman faqat men. Agar ichki tomon kerak bo'lsa, meshka ichki tomonga borasizlar. Tushunarligi? Endi bizda element kichkina-yu. Olib tashlayman. Kerak emas, bu tepadagilar ham kerak emas. Olib tashlaymiz bularning hammasini. Mana offset smeshini 1200 tashqigami, ichkigami ko'rsatasizlar. Meshkani tashqiga yoki ichkiga borasizlar-da. Tushunarligi? Mana. Yana narsa bor. Misol uchun offset olinganda smeshini beramiz, bittalab emas-da. Agar xohlasak biz nima qilishimiz mumkin? Meshkani borib turib tab bosish mumkin. Tab. Mana.
hammasi berish mumkin. Ichiga bordik, tab tanlamada tushdi. Tushunarligi? Juda yaxshi narsa bu ham. Tab faqat offsetda emas-da. Birorta element tanlaganda, men tanlab oldim-ku. Ikkinchi tanlangan vaqt birinchi tanlangan o'chib ketib qoladi. Demak, bir nechta element tanlash uchun faqat mana bu holatni tanlamaymiz endi biz. Mana tanlab beryapti-ku hammasini. Bu yerda variantlar ko'p. Birinchisi tanlaysiz, Ctrl bosib turasiz, ikkinchisini qo'shib tanlaysiz. Kerak bo'lgan elementlarni tanlaysiz. Lekin bitta o'qitayotgan elementlarni bittada hammasini tanlab olish uchun bu ham variant, lekin bittada tanlab olish uchun mishkani olib borasiz, tabni bosasiz, bir-biriga bog'langan elementlarni hammasini bitta tanlab beradi. Tushunarligi? Aytaylik, devor tanlayman, analog olamiz va mayta nusxalari bor, degan qo'shimcha. Men tanladim-ku. Olib boryapman, tanlayman, buni tanlay olmaydi. Chunki bitta o'qda emas-da, bitta liniyada ketmagan. Bu vaqtda qo'shilinganda, agar bu narsa SL tepada razdelительный instrumenti bor, kesdim, trimni oldim. Mana bog'layapman buni. Qaranglar, mishkani olib bordik, tab. Endi tanlab beryapti. Chunki hammasi bittada ketgan. Tushunarligi? Mana buni ham optirib qo'yish mumkin yon tomonga. Mana bu holatda. Agar xohlasanglar, bularni hammasini tanlab olmoqchi bo'lsanglar, bu tanlangandan keyin Ctrl bosib turib, kerak bo'lgan elementlarni tanlashinglar mumkin. Keraksizlarni Shift bosib turib chiqarib olishlar mumkin. Mana. Tushunarligi? Endi delete qilish mumkin keraksizlarni. Mana shu tarzda biz ketma-ketlik bo'yicha instrumentlarni ishlab chiqamiz. Endi bu yerda yana turli xil instrumentlarimiz bor. Qolganlarga vaqt sarflash shart emas, lekin bitta ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa, misol uchun, men bu devorlar bizga qimirlab ketmasligi kerak. Nima qilamiz? Tanlanganda tepada pin bor. Ya'ni ba'zida bilmasdan topib olishimiz mumkin-da, elementlar. Ya'ni mishga tekkandan keyin ushlab turib tortish mumkindir shunday. Bunaqa bo'lmasligi uchun devor tanlanganda tepada pin degan narsa bor. Bir marta bosdik, bloklanib qoldi. Endi buni tortib ham bo'lmaydi yoki delete ham qilmaydi. Mumkin emas deyapti. Tushunarli? Men devorni tortish mumkin, qolaguncha. Mana tepaga o'stirish mumkin bunaqasiga ham. Tushirish mumkin. Mana. Tushunarli? Endi buni pindan chiqarish uchun tanlaysizlarda unpinni bosish shart. Keyin bemalol tortish mumkin yo'ldan bu yoqqa. Mana shu. Tanlayman, olib tashlayman keraksiz elementlarni. Mana shu. Endi olib tashlaymiz keraksizlarni. Mana bitta vitraj qoldi. Vitrajni qanday ishlaymiz? Vitrajni modellashtirish uchun bu yerda burchakli qilmoqchi bo'lsa, sal qiyinroq bo'lishi mumkin boshda tushunishda, lekin uni bitasizlar. Tepada razdelit element bor edi. Tanlandi. Saqlanib qilasanmi deyapti. Proyektni so'rayapti sirazda 15 dan 30 minutgacha bo'lganini so'raydi. Mana ket. Saqlanib qilish shart emas bizga proyektimizni. Keyinroq saqlanib qilishimiz mumkin balki. Mana 200 da kerak menga. Bir marta bosib tushdi, teparoq chiqazaman, balki masofasi 2500 deymiz bo'ldi. Endi tanlandi. Mana Ctrl bilan qo'shib tanlab oldim. Men ikkalasi ekanda ko'rasizlar. Endi buni men shunchaki pastdan tipini o'zgartirishim mumkin. Balki boshqacha devorga o'tirib qo'yishim mumkin-da. Tepada tonki line bor-da, tonki liniya TL. Mana. Hozir bu yerda ikki tomonda addelkali varianti bor ekan. Haligi hammasi tanlanganda men bu yerdan mana ko'rishlar mumkin. 380 ga faqat ikki tomonda 20 dan addelkasi bor ekan. Qilib berdim mana. Addelkasi bilan qilib berdi. Endi akkuratni ko'rinyapti ko'zga. Kerak bo'lsa bu hammasi tanlanganda mana bu yerda narujniy varianti bor-da, kirpich atrofida faqat min vata ham qo'shilgan ekan. Ya'ni mineralniy vata ham berilgan variant ekan. Mana tushdi. Tushunarli? Endi bu ancha sifatliroq ko'rinyapti ko'zga ham-da nisbatan. Keyingi masala, tak, bu yerda men bu vitraj bo'lish kerak edi. Tanlab oldim-ku. Kerak bo'lsa men vaqtincha buni kopiyasini olib qo'yishim mumkin. Mana kopiyasini olib qo'ydim, lekin menga endi bu vitraj bo'lish kerak. Vitraj deb ko'rsatib qo'ydi, mana vitraj bo'lib tushdi mana shu qismga. Lekin palapartish qanaqadir, masalan, profillari palapartish tushganda, bularni satirovka qilish mumkin. Ya'ni ketma-ketligini, joylashishlarini to'g'rilab qo'ysak bo'ladi. Buni uchun nima qilamiz? Tanlaymiz. Magnetism tip degan bo'lim bor-da, bosamiz. Endi so'rayapti. Stроительствоsi bor. Bu наружный слой deymiz. Aytib panellari bor. Bularga hali bor. Bularni ko'rishimizga yana uzroq bor. Lekin men o'z ko'rishim kerak bo'lgan narsa vertikalniy setka. Mana bu setka. Ya'ni bu setka deganda sindirilishlar ustyapti. Ya'ni bu yerda men bu profilni tushunmaylar. Profil tushishi uchun bu yerda o'sha shisha qismlari singan bo'lishi kerak. Sinishini ustyapti bu yerda. Vertikalniy setkamizni fiksirованный interval bo'yicha ekan. Bu 1 metrdan joylashgan deyapti. Bu interval bo'yicha emasda maksimal расстояние bo'yicha 1 metrdan qo'yib berdim men. Ya'ni o'sha maksimal darajada 1 metrga to'g'rilab berdim men. Endi agar masofamizni
2 bo'ladigan bo'lsa 1 metrdan qo'ygandan keyin oxirgisi 20 bo'lib qolishi mumkin u. Lekin bunaqa holatlarda bu 1 metr maksimal deganim uchun bu 1 dan qo'yib yuboradi. Yokida joy 180 bo'ladigan bo'lsa 90 dan qo'yib yuborish ham mumkin. Tushunarlimi? Mana maksimal darajada teng taqsimlab ber 1 metrdan dedik. Gorizontalniy segment so'rayapti. Gorizontalniy segment menga misol uchun kerak emas deyish mumkin. Nima qilamiz? Print qilingandan keyin udalit liniya setkani bosish shart. Bo'lmasa o'chib ketmaydi. Mana. Okay deymiz. Endi qaranglar. Men masofa misol uchun oraliq masofasi 1 metr chiqmasligi ham mumkin-da. O'shanga yaqinroq qilib teng taqsimlab ber. Mana bunda yo'q o'zi mana ko'rishlarim. Chunki masofa kam-da. O'zi 1 metr edi-yu bu. Agar sal kattaroq qiladigan bo'lsa-chi, bitta qo'shuvor orasi 1200 lekin bu 60 dan qo'shuvorda примерно. Mana shunaqa narsa. Mana vitraj qildik. Lekin bu hali hammasi emas. Bu oddiy vitraj hali. Biza bundan ham murakkab bo'lgan vitrajlarimiz bor-da. Ularni ko'ramiz. Misol shu masalaga qo'shimcha dars tashab beraman. Hozir masala ko'rsa o'sha dars qanaqa ishlanganligini. Bitta savol bor edi-da. Eshitaman. Gorizontalni ba'zi paytda o'chira olmayapman-da. Mhm. Shunaqa bo'lishi ham mumkinmi? Bo'ladi. Hozir ko'rsataman shu narsani. Bo'ladi. Hozir ko'rsataman. Mana. Vitraj bu oddiy vitraj, biz hozir ko'rgan vitraj juda oddiy-da. Lekin mana shu vitrajdan o'zi bilan quyida semestr turib, mana bunaqa vitraj qilish mumkin bitta. Ko'rasizlarmi? Juda murakkab. Endi buni men o'tgan yili Imzo zavodida, Sergelida 5-bekat zavod bor-da. O'sha gigant zavod bor, O'zbekiston bo'yicha birinchi o'rinda. O'sha zavodda o'tgan yili o'zim dars o'tgandim. Bu yoqda menga bu vitraj sistemi o'zim tushunmasdim. Tushuntirishgan menga qanaqa texnologiya bu. Zavodda ko'rsatishgan profillarni menga o'rgatishgan. Keyin Revitda dars o'tgandim shu bo'yicha-da. Ko'rishlarim mumkin. Vitraj temasini juda murakkab deyman. Arxitektura uchun mana bu vitrajlarni bilib qo'ygan zarar qilmaydi. Misol uchun siz Neswanga o'xshagan obyektlarni ishlamoqchi bo'lsangiz, endi o'zingizning portfoliyokida proyektniy firma detalniroq ishlaydigan bo'lsa, endi har xil firma bor-da. Ba'zi firmalar, kichikroq firmalar soddaroq ishlaydi. Yuqoriroq leveldagi firmalar detalniroq, ya'ni ham chuqurroq ishlaydi. O'shani hisobga olib turib, bularni bilsangiz, o'zingiz uchun bonus bu narsa. Tushunarlimi? Bu narsani men darsdan zapis qilib olganman, sizlarga tashab beraman bonus sifatida. Mana hammasi bor-da. Shu profil yasalishlari va oxirgi yakuniy qismi mana bu kelib chiqadi. Buni tashab beraman sizlarga men. Tak, endi o'sha siz aytgan narsa, misol uchun profilda o'chmay qolishi mumkin. Men tanlayman, misol uchun tanlayman zoyatdan kerak elementda. Tanladim-ku. Delete bo'lsa ham o'chmayapti. Men pin turibdi bu. Pindan chiqarish kerak, delete bosish kerak. Bu yerda vertikalnida alohida impuls bor mana. Unpin qildim, delete bo'lsa ham o'chyapti bu. Tushunarlimi? Lekin ba'zida o'chmasligi mumkin-da. Bu har doim har xil aytib bo'ladi. Misol uchun men tanlayman vitraj noyatdan. Oddiy vitraj bor tanlayman misol uchun. Mana bu oddiy vitraj. Buni tagida ham vitraj bor alohida. Uni ko'rsataman hozir. Bunga gorizontalnisini qo'shamiz, tanlaymiz. Izmin tip bosilgandan keyin men bu yerda misol uchun gorizontalnis yo'q hozir. Даже izmin razmer degan joylari bor-da. Yana shuni ham tushuntiray sizlarga. Misol uchun men bu yerdagi impulsda men impuls tanlamdi-yu. Masofasini unpin qildim-da. Mana unpin qildim. Tanlayman. Tortishim mumkin, ko'ryapsizlar? Tortishim mumkin. Lekin odatda Revitni ba'zi versiyalarda va ba'zida bug bo'lishi mumkin. Profil qo'shilgandan keyin o'zgartirib bo'lmaydi. Gorizontal o'tirib bo'lmay qoladi. O'shaning uchun men tavsiya qilaman, mana bu ichki qismning o'zidan nastroykalarini kerakli darajada to'g'rilab olinglar. Gorizontalniyni maksimalniy расстояние emasda intervalga qo'yinglar va masofasini ham aniq ko'rsatinglar. Misol uchun 2400 masofada taqsimlasin deymiz-da. 1 minut ko'ramiz. Mana tushyapti bitta, tushunarlimi? Bu tushdi. Vertikalniy setkasi misol uchun maksimalniy расстояние bo'yicha 1200 dan tushsin deymiz. Bo'ldi. 1 minut okey deymiz. Mana tushdi masofalari bo'yicha. Tushunarlimi? Tab tanladik. Unpin qilish shart. Unpin qilmasa o'chmaydi. Keyin qaylar? Bu mana bu yuqoridagi vitrajdan berilyapti-da. Ya'ni bu oddiy vitraj ishlatadigan bo'lsangiz, oddiy vitraj berilganda mana hozir tanlayman. Buni unpin qildim. O'chyapti bu. Men buni ham tanlayman. Tab tanlayman. Unpin o'chyapti. Men bu profil tanlamdi-yu. Delete o'chmayapti. Ko'ryapsizlar? Yuqoridagi birinchi berilgan vitrajda shunaqa muammolar bo'lishi mumkin. Mana bunda. Pastdagi variant bizga kerak. Bez razrezki bu fix interval bu. Ya'ni biz aniq
shu masofalar bilan birga ishlaydigan bo'lsak, biza naborot mana bunda emasda, mana bunda ishlashimiz kerak. Udalit qo'yamiz, mana bu. Endi chunki bunda biza masofalarini ruchnoy o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Mana tanlaysizlar, mana ko'rsatishim mumkin-da. Tushunarlimi? Mana shu. Bu variant kerak bizga. Ikkinchi variant ishlaylarda, birinchi variantda siz o'zingiz yasaysiz. Ya'ni oddiy birinchi variantimizdan o'zida xohlagancha segmentlar berib yasash mumkin. Misol uchun tanlayman, chizib olaman. Mana ichidagi nastroykadan olib tashlayman hozir. Mana bu uchun net. Mana ham net deyman. Priminit. O'yinlik qo'yamiz. Okay, desa yo'qoldi mana. Endi men bunga qo'shishim mumkin o'zim mana. Razrezki, mana bitta. Mana. Ruchni yasash mumkin-da bunda. Shunisi bitta bonusda bunda. Toza holatda ruchni yasash mumkin. Tushunarli-ga? Mana, bu narsa oling. Endi aytaylik, bizda hozir bu seyli baland bino ketdi-yu. Menga qaysidir qismida bu balki podokolnigi bo'lsin deylik. Tanlayman ikkalasini. Boshlang'ich o'qi 90 yoki bo'lmaganda 300 ko'tarilsin deyman. Tepaga ko'tarildi-yu, bu mayda uzilib qolgan ekan-da. Ikkalasini tanlaylar. Tajribasini tanlaymiz-da. Bular deymiz, ikkinchi qavatga bog'langan bo'lsin deymiz. Va agar xohlasaz ikkinchi qavatdan ma'lum bir masofada pasaytirishimiz ham mumkin. Mana bu holatda ham-da. Lekin devor yo'q. Devor kerak bu yerda endi. Agar men birinchi qavatga qaytgan holatimda, birinchi qavatda devor mana bu ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsam, mana bu bilan buni, mana pasiyent tepasi yopildi, lekin orasi burchak qismi ishlamay qoladi. Bunaqa momentlarda nima qilish kerak? Devor olasizlar, analogini olasizlar. Tepada razreshit emas. Qaylar? Devor chizilayotganda hozir bu razreshitda chizyapti-yu, men devor chizyapman misol uchun. Mana. Akkuratni bog'layapti bir-biriga. Lekin men bu yerda zapretit degan narsa ham bor-da. Agar siz zapretitda qoldiradigan bo'lsangiz va devor chizadigan bo'lsangiz, mana ko'ryapsizlar-a? Uzib tashyapti bir-biridan. Uzib tashyapti. Bu narsa zo'r. Biz odatda gazoblok ishlaydigan bo'lsak, men bunda misol uchun mana gazobeton bor-da. Gazobeton chizilayotganda biz aniq masofalar bilan men bu yerda bunaqasi kerak deyman. Men bu yerda misol uchun eski bosib bunaqasi kerak deb, o'sha singan qismlar bilan ko'rsatganda kerak bu narsa. Odatda razreshitda emas, zapretitda ishlaymiz biz ham. Lekin bungacha hali bor. Ya'ni real proyektlar bilan boshlaganimizda sizlar bilan xohlasa, bularni hammasini aniqroq tushuntiraman. Qanaqa momentlarda kerak, qanaqa kerak emas bu narsalar. Bularni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Olib tashlaymiz buni. Mana. Demak, men bu yerda hozir menga zapretit olishim kerak-da. Tanlayman. Ya'ni bir-biriga bog'lanib qolmasligi kerak. Analog oldim-ku. Zapretit qoldim. Keyin buni markaziy qismidan ushlashim kerak. Lekin sal noqulayroq ushlashda, masalan, men buni tashqi chegarasidan ushlab olishim kerak. Uning uchun nima qilaman? Buni ham sizlarga tushuntiraman. Men bu devor bor, misol uchun. Men bu yerda bunaqasiga tepaga bog'langanda, mana misol qiyshayib qolibdi bu. Men bu yerda bunaqasi tortaman. Mana ko'rasizlar, zapretit qo'ydim, bir-biriga bog'lamayapti. Tanlanganda knopkasi bor-da. Bitta bosasizlar, bu bog'layapti bir-biriga, lekin aytda akkurat emas-da. Chunki bunda ham blok bor. Blok yo'qadigan bo'lsa, hali ham bog'lamayapti. Sal o'stiradigan bo'lsak, qaytaradigan bo'lsam, avtomatim o'zi bog'lab tashlaydi. Lekin teskari tushib qolgan. Devor tanlanganda probelni bosish mumkin, o'girish mumkin. Probel. Tushunarlimi? Mana. Materiallari bir xil bo'ladigan bo'lsa, muammo yo'q, bog'lab yuboradi mana. Ketaveradi. Probel deymiz, bir-bir to'g'rilab beradi. Bu yaxshi narsa. Endi men shu yerda maslaklar narsa ko'rsataman hozir. Misol uchun, devor chizmoqchiman, qo'shimcha analog olaman. Lekin bizda yana bitta narsa bor-da. Misol uchun, sizlarga os bilan chizib ko'rsatish shu narsani. Men yerda os kerak menga. Os chizaman tepaga. Mana, bunaqasi ham bitta os kerak. Mana. Olib tashlaymiz buni, devor tortamiz endi. Tak, men bu yerdan probel yoqqacha mana. Ikkalasini bir-biriga bog'lab yuboramiz. Mana. Men to'g'ri bo'ldimi hozir? Bo'ldimi deysizlar? To'g'ri bo'ldimi? Devorda markaziy qismidan ishlab oldim. O'lcham olaman tepadan. Oz qismini tanlab oldim. Tab deymanda qirrasini tanlayman. Tab deyman bu qirrani tanlayman mana. Endi o'lchamlarni chiqarib olaman ikki tomonga mana. To'g'ri bo'ldimi shu? Nima deysizlar? Savol bermoqchi bo'lganlar, mikrofoni o'chirilganlar bo'lsa agar ko'tarishlari mumkin qo'lni. Qo'lni ko'tarsizlar, men ochaman mikrofonni. Nima deysiz? Xato bo'ldi menimcha. Ya'ni qanaqa xato bo'ldi? Tushuntiringlarchi? Aha, ya'ni bu
konstruktiv qismdan tushmadi hozir. Lekin e'tibor bergan bo'lsanglar, ba'zi shunaqa institut tomonidan beriladigan uy ishlarida, AutoCAD tahlil kurslarida mana shunaqa berilgan bular oslari. Lekin bu xato, umuman juda xato narsa bu. Demak, bu yerda pastda vizual stil bor. Stilga qaytamanda zalifga qaytaraman. Endi aniqroq ko'ryapmiz nimaligini. Mana yerda kirpich bor ekan, o'rtada kirpich berilgan. Lekin mana bu oslarimiz aslini olganda bizga proyektni o'qish uchun kerak-da. Misol uchun, sizlarga os chizib ko'rsataman hozir. Tak, bizga os kerak. Bunaqasiga tashlayman, bunaqasiga. Mana bu yerda ham os kerak. Mana bu yerda bunaqa os kerak bizga. Mana bu oslarimiz bizga proyektni o'qish uchun kerak-da. Demak, mana bu plus bo'lgan joyda kolonna qo'yishimiz kerak. O'zi har doim qo'yilmaydi, lekin odatda qo'yamiz. Endi ba'zi holatlarda bo'lmasligi mumkin. Aytaylik, mana bu holatda kolonna kerak bo'lmasa bu yerda buni chiqaribroq qo'yishimiz mumkin. Shunda bu formamiz S bo'lib qoladi, teskari S bo'lib qoladi-da. Lekin bizga hozir bu yerda bu kerak, qo'yamiz. Demak, plus bo'lgan joyda kolonna qo'yamiz. Mana bularimiz regellarimizdan liniyasi, ya'ni balkamizdan qo'yishimiz kerak bo'ladi. Karkasni o'qiganda, keyin devor, hattoki devorlar ham yurishi mumkin. Fasad qismidan devorlarni o'qizamiz. Demak, bizga oslarimiz planni o'qish uchun kerak. Va xuddi shu oslarimiz bu o'sha regelimizning markaziy qismi, kolonnamizning kerak bo'lsa markaziy qismi bo'ladi. Devorimizning nесущий devorlarimizni faqat, ya'ni konstruktivniy devorlarimizni markaziy o'qi bo'ladi bu narsa. Demak, mana bu kirpich hozir xato turibdi. Bu to'g'ri turishi uchun biz o'zgartirishimiz zarur. Demak, devor olamiz, analog olamiz. Zaptimiz muhim emas. Razlashit qilamiz. Endi qaylar? Mana bu yerda liniya привязка degan narsa bor. Bu yerda осевая liniya стеnos qo'ygan. Devorni mana bu qalinligidan qat'iy nazar markazidan tanlab berdi. Nima degan bo'lsam, ko'rasizlar, devorni markaziy qismidan alohida tochkasini chiqarib berdi koordinat o'qini. Lekin bu yerda men ko'rsatishim mumkin осевая liniya setsvini. Tanlaysizlar. Shu degan bo'lsa, meni ko'rasizlar, markaziy o'qimiz, location line'imiz kirpichni markaziy qismiga o'tib qoldi. Mana ko'rasizlar? Ya'ni sal o'rtaroqdan bo'lish kerak, maytdan bo'lish kerak, примерно. Lekin bu maytdan bo'lyapti, chunki bu kirpichdan ishlayapti hozir. Endi осевая liniya qo'yilgandan keyin muammosiz tortishimiz ham mumkin. Probel deymiz. Bu yoqda mana. Tushunarligi? Mana bu to'g'ri, bu ham xato bo'ldi-da. Olib tashlash mumkin bu narsani. Analog olasizlar. Mana. Setchini to'g'ri qo'ydik. Bu yoqqa tortamiz. Mana bu endi to'g'ri bo'ldi. Tushunarligi? Endi o'lchab ko'radigan bo'lsak, tab tanlaymiz. Mana bu 190, tab tanlaymiz. 190. Tanlangandan keyin o'lcham ko'radigan bo'lsak, mana. Bir xil bo'ldi. Tushunarligi? Bizga demak kerak bo'lar ekan o'sha привязка hamda, liniya привязка akkuratni bo'lishi kerak. Endi men devor chizmoqchiman yana. Balki analog olaman, faqat boshqa variantda ko'raylik. Misol uchun betoncha shart emas. Tak, gipskarton bo'lsin men. Lekin привязкасini men наружныйga qo'yib olaman. Поверхность наружный chizaman deyman. Ya'ni men tochkadan men bu yerdan balki bunaqasiga men devor chizmoqchiman ingichkaroq qilib. Ko'rasizlarmi men? Bu yerdan bunaqasiga deb. Endi men o'qni birorta elementni qirrasidan olishim mumkin. Ko'rasizlarmi? Mana. Elementni faqat qirrasidan oldim. Kerak bo'lsa bitta наружный emas, внутренний. Ya'ni ichki qismidan deyman. Mana teskari chiqib beryapti endi. Tushunarligi? Bu devor chizayotganda ham muhim narsa-da. Devorda ba'zan qirrasidan chizish kerak bo'lsa, o'sha holatlarda привязкасini o'zgartirib ishlab olishingiz zarur bo'ladi. Ortiqcha elementlarni olib tashlaymiz. Endi men bu yerda men devor chizishim kerak. Sten tanlayman. Shu kirpichni o'zidan misol uchun analog olish mumkin-da. Analog olingandan keyin endi osonroq variant наружный qilib turib, поверхность наружныйsidan faqat запретить, ya'ni bog'lanmasin deyman. Agar razlashit deydigan bo'lsam, men aytdim, misol model chizilganda men tortadigan bo'lsam, bitta qilib olishim mumkin ikkalasini. Ikkalasini bitta deb ko'rish mumkin. O'shaning uchun analog olinganda запретitga qo'yib ishlasanglar, bir-biriga bog'lab yubormaydi. Tushunarligi? Bir-biriga bog'lab yubormaydi. Endi razlashitda qo'yaman, chunki bu yerda baland pastligida farq bor-da. Tanlayman. Faqat наружныйga to'g'rilayman. Men tochkadan ushlayman. Pastga tushiraman. Men ketdim bu pastga. Men bu yerdan ushlayman, teskari qilib olamiz. Bu yoqqa tashlayman. Endi tekshirish kerak. 3Dga qaytgan devorimiz bor-da, devorni lekin balandligi farq qilar ekan. Buni balandligi ikkinchi qavatgacha emas deyman. Bu misol uchun qaylar? Bu aloq turibdi-yu, ikkalasi bog'langan ikkinchi qavatgacha. Tak T, R qilish mumkin. Bog'lab bordim, lekin yana o'sha narsa bo'lib qoldi.
Endi nima qilasizlar bu holatlarda? Bu qavatga bog'lanmasin va balandligi 300 bo'lsin deydilar. Mana pastga tushib qoldi. Pastni esa oldik. Tepasi ham kerak bo'lsa, xuddi shu devorlarni misol uchun tanlash mumkin ikkalasini. Maytdan kopiyasini olish mumkin. Install qilishimiz ham mumkin etaj bo'yicha va birinchi qavatga qo'yib berdiymiz. Ustiga tushib qoldi-yu. Bu endi deymiz, ikkinchi qavatga bog'lansin deymiz. Va mana birinchi qavatda edi-yu. Balandligimiz 4500 misol uchun. 4200 da tushsin deymiz. Tepaga chiqib qoldi. Mana. Tushunarliga nisbatan akkurat chiqdi endi. Mana shu tarzda ketma-ket ishlash mumkin bolalar. Tanlaymiz, 300 olamiz. Mana. Endi biroz sizlarga notanish programma bo'lganligi uchun balki biroz qiyin tuyulayotgan bo'lishi mumkin, lekin aslida olganda juda oddiy. Programmani o'rganish juda oson, xudo xolasa qiynalmaysizlar. Chunki o'zimizdan boshimizdan o'tgan, ya'ni juda ko'p o'qishlarni o'qitganmiz. O'rganib ketasizlar, xudo xolasa. Tushundingmi? Endi yana bitta narsani ko'raylik sizlar bilan. Tak, mana eshigimizni narujinga to'g'rilab qo'yaylik. Probelda qayerlar ishlamayapti? Probelda ishlamayapti bu narsa. Buni to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Men grafikasini hozir rangini o'zgartirib qo'ydim. Tak, viddan bizda bo'limlar bor-da. Qo'yishlari mumkin. Tema degan joy bor-da. Yana bu yerda o'sha short key ham chiqadi. SA bosganda bu o'zgarib qoladi. Mana SA. Faqat short key manda yo'q ekan bu klaviaturamizda. Mana o'zgartirib qo'ydik bo'ldi. Mana ruskiga qo'ygan bo'ldi. Endi bu eshigimiz teskari bo'lmayapti-yu. Planga qaytganda shu qismga o'tganda ikki knopkasi bor, strekasi bor-da. Bitta bosamiz bu yoqqa o'tib qoladi. Qara sizlar bilan bu semestvani probel bosganda teskari o'giriladigan qilib nastroyka qilib qo'yamiz. Oson qilamiz haqida. Chunki shablon bu standartda shunaqa sozlab olingan, lekin biz bu shablonni o'zimiz uchun to'liq moslab chiqamiz, o'zgartirib, to'g'rilab chiqamiz. 3D ga qaytib ishimiz bor. Endi mana bu yerda bizda alohida detalizatsiya bor, buni ko'rishimiz shart. Уровень detalizatsiya niskida sodda ko'rinyapti, mana ko'ringlar. Sodda ko'rinyapti. Buni sredniy qilish mumkin. Nimadirlar qo'shildi. Даже высокий qilish mumkin. Rushkasi ham ko'rinyapti. Tushunarliga? Уровень detalizatsiya proyekt og'irlashgan vaqtda rosa kerak bo'ladi bizga. Ya'ni og'irlashib ketsa, bizga kerak bo'lsa niskida ishlaymiz, soddaroq ko'rinsin debdi. Высокий qilib olamiz, mana bu bo'ldi. Endi keyingisi mana bu yerda vizual stillari bor. Karkas. Mana oddiy karkasda ko'rsatdimiz, ichlari bilan ko'rsatdimiz. Qolasi script line, mana bu zo'r narsa. Script line eng qulay mana shunda. Keyin buni tagida bizda bor tonirovniy degan joy bor. Tonirovniy bilan zalivka deyarli bir xil narsa. Faqat mana bu tonirovniyda soya ko'rinadi. Ya'ni soya deganda faqat qaysi tomonga devor soya tushadigan bo'lsa, o'sha devor rangini biroz to'qroq ko'rsatadi xolos-da. Lekin bu haqiqiy soya bo'lib tushmaydi yerga. Buni boshqa yo'llari bor. Bundan keyingisi zalivka bor. Bu ham yaxshi. Ancha yengil, lekin ob'yom qisqarish uchun yordam beradi bizga. Bundan keyingisi tekstura. Bu og'irroq. Ya'ni elementda teksturasi bilan ko'rsatadi bizga. Qaydan? So'shin vitraj tanlayman, aytdim. Vitraj tanlayman. Tepada bizda ramka bor-da. Vibrat tanlaymiz, kesib oldimi mana. Element ichini ko'rishingiz mumkin. Mana. Zo'r narsa bu ham. Tanlab, shuni sal pastroqdan tushiraylik. Sal teparoqga tushsin bu. Elementlar ichlarini ko'rish uchun yaxshi narsa. Mana yerdan so'zini kirpichni ko'rish mumkin-da. Qanaqa kesilayotganligini. Buni yonroq tortib turish mumkin yana ham. Mana vitraj, mana. Kirpich. Tushunarliga? Zo'r narsa bu. Bu yerda realistichnisi bor, o'sha real holatda qanaqa bo'lardi hayotda. Mana. Kirpichning o'zining formasi, materiallari bo'ldi. Mana bu yerda knopka bor, keyin Grants 3D vid bor. O'chirib qo'yish mumkin bu narsani bo'ldi. Mana. Realda ko'rinishi. Atak bizga yordam beradi script liniya. Keyin soya bor. Quyoshgacha bor hali. Soyani ko'raylik, mana soyamiz tushdi. Tushunarliga? Lekin soya siz qaragan tomonga nisbatan o'zgaradi. Bu soya lekin nastroyka to'g'rilash kerak. Bu nastroykasi xafa, ahvol yomon. To'g'rilaymiz, nima qilamiz? O'chirib qo'yish mumkin, yoqib qo'yishimiz mumkin. Yoqamizda vizualniy stil degan joyga qaytgandan keyin parametr отображение grafika bor, tanlaysizlar. Buni ichida ten degan bo'lim bor-da. Soya yoqilgan. O'chirib qo'yish mumkin. Yoqamiz bu narsani, mana. Keyin естественный ten bor. Qaylar endi? Применить. Qanaqadir ob'yom qo'shildi. Mana bu yerda ten o'zgartirdi. Misol uchun bilasizlar, soyani ichida ham soya bo'ladi, ya'ni qo'shimchasiga-da yaqinroq masofada element tasavvurlagan bo'lsa, soya tushadi. Xuddi shunaqa естественный ten xona ichi bo'lganlik hisobidan yerda baribir soya bor nisbatan-da. Ob'yom qisqarish yordam beradi bizga. Misol uchun soyani o'chirib qo'ydim. Применить deydigan bo'lsa, mana yerda mana qorong'ulik bilinyapti.
Bu естественно tenda. Soyani ham yoqamiz, lekin soyani juda ham to'q. Buni to'g'irlash kerak. Endi ten yopamiz. Mana bu yerda bizda освещение bor va quyoshda ham bitta ten o'zi bor. Ya'ni soyani kuchi borda 10 deylar yetadi shu narsa. Okey, mana. Endi akkuratnik ko'rinyapti. Anchagina yaxshiroq ko'zga. Tushunarlimi? Xuddi shu tarzda biz nastroykalarini to'g'irlab olishimiz kerak bo'ladi. Bu hali hammasi emas. Nastroyka juda ham ko'pda. Mana bu yerda даже прозрачный qilgan narsa ham borda. Primin desam ichi bilan ko'rsatib beradi bizga. Mana misol uchun 10 bo'lsin deymiz. Okey desam, mana. Obyekt yaxshi ko'rsatadi, lekin ichini ham ko'rsatib beryapti bizga. Juda zo'r narsa bu. Grafika o'rnashuvda yaxshi narsa. Kerak bo'lsa bu yerda holatchilar sizlar nima qilishlari mumkin? Eskizniy liniya agar instagrafический ishlarida, kurs ishlarida misol uchun chertlar chizib kelish kerak bo'lsa, albomga, tavshonga chizish kerak bo'lsa, eskizniy liniya qaytaringlar, proyekt yasab olasizlar bu yerda. Eskizniy qaytasizlar, yoqasizlar knopkani, buni ko'paytiramiz, oshiramiz, priminit. Qalamda chizib kelini ko'rsatishlari mumkin-da. Mana. Tushunarlimi? Mana shunaqa o'zgartirish ham mumkin-da. Yo'llari bor. Men bu narsani oshiradigan bo'lsam, mana yerdagi liniyani tepaga, ya'ni burchak qismlaridagi liniyani tepaga chiqazib beradi. Ya'ni tipi qo'lda chizgandek ko'rsatib beradi. Buni kamaytiradigan bo'lsam, endi bu ancha akkuratniy chizilgan chizmaga o'xshab ko'rinyapti. Lekin nisbatan bu professional emas-da. Professional ishlarni bilasizlar. Mana bunaqa line tepaga chiqib ketadi. Mana bu narsa liniyaning qiyshiqligi. Mana tekisroq nisbatan qilib beradi-da. Ya'ni bu 0 bo'lsa, mana qiziqarli, bu tipi lineyka bilan chizilganga o'xshab ko'rinadi ko'zimizga. Nisbatan qiziqarli ancha. Ichida karkaslari bilan birga ishlangan. Biz mana shu holatda uni pechat qilsanglar, tipi qo'lda chizilganga o'xshab chiqadi. Va perspektivasi, bu ortografiyada hozir. Tepada misol uchun knopkani olib borib turib, mishka o'ng tomon bosib turib, perspektiva yoqish mumkin. Mana. Endi bemalol pechat qilsa bo'ladi audio formatga. Tushunarlimi, bolalar? Mana shunaqa ko'rsatilgan bo'ladi proyektimizda. Tepadan misol uchun men sverxu qaytib oldimmi mana? Hozir ko'rasizlar bo'lishini. Odatda perspektivadan ortografiya qaytgan tepadan qaraydigan bo'lsa, oddiy plan ko'rinadi. Lekin Instagramda ko'p ko'rgansizlar yoki Pinterestda ko'p ko'rgansizlar, mana bu holatda interyerlarni ochib berishadi mana. Endi faqat menda bu yerda karkas yoqilgan-u. Biz karkas ham emas bo'lmaganda prozrachniy yoqib qo'yilganda, o'chirib qo'yadigan bo'lsam, primentdan ichi ko'rinyapti endi. Okey deyman. Soyani ham yoqib qo'ysam, mana o'sha Instagramda ko'rgan videolarga o'xshaydi. Tushunarlimi? Bu yerda har xil mebellarni qo'yish mumkin. Ichiga olib kirib, misol uchun qanaqadir elementlarni qo'yib joylashtirish mumkin-da. Mana shu. Aytaylik, men birorta element qo'ymoqchi bo'lsam, bu yerda component bor. Model context emas, faqat componentda tepadagi birinchi bo'lim tanlaysizlar. Bu yerda har xil elementlar bor-da. Aytaylik, men unitaz kerak. Unitaz olaman. Kerak bo'lgan qismga olib borib ko'rsatish mumkin. Atak plandan qo'ygan ma'qulroq variantda. Mana planga bordik, devorni ko'rsatdik. Menga misol uchun xona kerak, qo'shimcha bu yerda alohida gips kartondan bo'lamiz buni endi. Men bu yerdan vaqtincha bo'lib olaman hozir tekislab. Mana buni keyin tortish mumkin-da. Kerakli qismlarga bo'lsa bo'ladi ekan. Alohida qilib. Keyin mana bu katta ketib qolamiz. Eshik kerak bizga. Bitta tabaqali, faqat yopilgan, zakritli bo'lishi kerak. Kirish maytdan bo'lsin deymiz. Aytgan bitta kirish bo'lsin xot alohida. Tepaga ochilsin faqat ichki tomonga, teskari bo'lishi kerak. Bunaqasi bo'lishi kerak bizga. Bu naborot bo'lishi kerak. Bunaqasiga. Mana. Endi balandliklarni ko'ramiz bir tekshirib. Tepaga bog'langan, 3D ga qaytgandan ko'rishlari mumkin mana. Xonalar qo'shildi. Mana, unitazimiz ham bor. Faqat balandlikda, mana shu yerdagi balandlikni men o'zgartirib qo'yay. 4500 emasda 3000 bo'lsin. Kichikroq bo'lsin. Albatta, muammo bor deyapti. Ya'ni 3000 qiladigan bo'lsak, nimadirlar qisqarib ketar ekanda. Ko'rasizlar, tepada devor bor ekan. Muammo yo'q. Buni o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Tepasiga kerak emas deydi. Misol uchun, yujniga qaytgandan keyin mana pastroq qilish mumkin. Balandligini 3000 deymiz, bo'ldi. Keyin qanaqadir devorlar qolib ketgan bo'lsa, bularni to'g'rilab qo'yinglar, shu balandligi bo'yicha albatta. Mana bu ikkalasini keyin tepaga chiqarish mumkin. Demak, kopiya olindi, slide qilamiz. Birinchi qavatni o'ziga deymiz. Faqat balandligini, buni ikkinchi qavatga bog'laydigan bo'lsa, tepa chiqib qoladi-yu. 3 bo'lgan bo'lsa, 2700 ga to'g'ri kelishi kerak bu. Tepasi 300 qoldirganmiz chunki. Mana. Nisbatan realroq ko'rinyapti endi. Va endi 3D dan tepadan qaraydigan bo'lsak va biroz burish mumkin bunaqasiga. Yaqinlashadigan bo'lsam, o'sha sizlar xohlagan narsa kelib chiqadi keyin. Sal buramiz, yaqinlashamiz. Mana.
Tushunarlimi? Mana shunaqa. Savollar bormi? Qanaqadir qo'shimcha yoki tushunmagan joylar bo'yicha? Даже buni eskizniga salgina o'girsak, yana ham qo'lda chizilganga o'xshab ko'rinishda boshlaydi. Mana. Endi pollari berilmagan, bu pollarini alohida laminatlari bor o'zini yoki kafellar bilan ishlatishimiz kerak bo'ladi. Savollar bo'lsa aytinglar, bolalar. Savollar bormi? Sal mikrofoningizni ovozini ko'taring, juda past kelyapti ovozingiz. Tanvar bermi, ovoz men ko'taraman. Bo'ldi, ko'tardim. Mhm. Aha. Albatta, albatta. Albatta, razrez timbol oson. Misol uchun qarang, tepada razrez instrumenti bor, tanlandi-da. Men bu yerdan men razrez bermoqchiman. Tanlab oldim men, misol uchun endi. Keyin bu tepaga qarasin deyman. Misol uchun buni teskari qilish instrument knopkasi bor, bitta bosamiz. Meshga o'yintoq bosasiz, sprayga qilasiz, mana razrez bor. Bu yerda visokiy qiladigan bo'lsa, element ko'radi, to'liq ko'radi. Ammo bu yerdan men balki zalikka qatar qo'yishim mumkin. Endi bu hozir grafikasi umuman sozlanmaganda bu proyektda. Lekin kurs o'tamiz. Misol uchun oldingi gruppamda men bu proyekt ishlanganda. Timboli menimcha bu o'quvchining ishi bo'lsa kerak, ochadiganim. Ochaylik ko'rasiz. Razrezda berishdan oldin biz proyekt to'liq tugatishimiz kerak. Konstruktiv elementlari bilan bittalab noldan ishlaydi. Men tavsiya qilaman AutoCADni o'rganishni to'xtatirish kerak. AutoCADni janoqa chuqur bilish shart emas, chunki menda hozir ikkita o'quvchim men bilan birga ishlaydi, AutoCADni deyarli bilmaydi bolalar. Lekin Revitda zo'r proyekt qilishadi. Lavozimi arxitektor hozir ikkalasini ham. Mana. Proyekt asab bo'lingandan keyin xohlagan qavatisiz qaytasiz. Razrez kerak bo'lsa, tepadan birorta o'sha instrument shu'sida aytaylik, menga razrez kerak qayerdan? Misol uchun, men buni yarmidan razrez kerak menga. Men bu yerdan mana shu yerdan aytkicha deymiz, tashlaymiz. Mana. Preti qilamiz. Razrez o'tdi. Lekin men shablon qo'yib olganman. Nastroykada grafikasi uchun mana razrez degan shablon tashlasam, grafikasi men bergan nastroykada tushadi. Tongi lines ham mana. Tushunarli. Endi bu taxminan qo'ygan razrez o'zida shunaqa grafika chiqarib beryapti. Bu hali hammasi emas-da. Men bu yerda biz yasab qo'yganmiz razrezlarni alohida. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana razrez. Endi shu tochkasini topib, kerakli qismdan o'sha grafik ko'rinishlarni ham to'g'irlab yasab qo'yganmiz. Idaj buni yana o'zgartirish mumkin-da. O'sha shablon ichida nastroykalardan kenlari bor-da. YCS'ni ten yoqsa bo'ladi, soyani yoqsa bo'ladi, OKDS'da pastda освещенияsi bor. Quyosh nastroykasi ham bor-da. Quyoshni ham to'g'irlash mumkin OKDsiz. Okay. Bu yerda o'sha grafikasini o'zida keyin o'sha soyalar hammasi ko'rinishni boshlaydi. Mana. Tushunarlimi? Bunaqa yo'llari ham bor. Razrez masalasi qiyin emas. AutoCADda razrezni qo'lda tilib chiqaradi, lekin bunda o'sha muammo emas. Revitda model zo'r qiyasa olsangiz, razrez olish qiyin emas umuman. Timoy mana bu proyekt o'quvchining ishi bu. Tushunarlimi? Mana bu eshitaman. Mhm. Mhm. Albatta, albatta. IST'ning konstruksiyasi ham bor-da. Bizning kursda faqat arxitekturasini o'rganasiz. Arxitektura chastini noldan o'rganasiz. Mana shunaqa chizmalarni chiqarishdi. Men bu ham o'qishimni ishi. Bu hozir shu men bilan birga ishlaydi. Bu ishxonaning ishida. Firmada shu ishda hozir o'zi tugatgan. Endi buni keyingi blokka o'tgan bu bola. Mana. Mana shunaqa o'rganasizlar razrezlari bilan. To'liq proyekt mana 43 ta list bo'lgan bu endi. 43 ta list bo'lgan. Bu katta proyekt bu ham. Bu taxminan 16 tacha blokida, aniq esimda yo'q. Shunaqa bloklar ko'p-da. Fasad tizmalari to'lab berilgan. Bu bola 3 oy o'qigan. 2 oy o'qigan, endi 1 oy
malaka oshirgan qo'shimchani. Tushunarligi? Men tavsiya qilaman, Revitga o'tirish kerak. Talab ham qo'yilganda, qurilish vazirligidan chiqqan talablari bor. Prezident farmoni, prezident qarori chiqqan 2019-yilda. Shuning uchun Revitga o'tirish kerak. Savollar bormi yana qo'shimcha? Tak, dars bo'yicha savollarimiz bormi, bolalar? Dars bo'yicha bu bugungi Revitdagi birinchi asosiy darsimiz bo'ldi. Xudo xolasa yana bir nechta darsimiz bor. Ketma-ketlik bo'yicha o'tamiz hammasini. Uyda endi shug'ullanish kerak. Darsni boshlatgandim, kamida shu 1 soatdan shug'ullaninglar. Endi bolalar bunaqada, hozir misol uchun kimdir ishlayotgan bo'lsa, imkon boricha vaziyatni to'g'rilab, qiyinroq bo'lsa ham 2 oy mobaynida imkon bo'lsa ishni kamaytirish kerak yoki-da ishlamasdan turib 2 oy faqat Revitga vaqt sarflanglar, ko'rasizlar. Xudo xolasa ozroq qiynalasizlar, rosa qiynalasizlar o'zini. 2 oydan keyin uje Revitga o'tib olganingizdan keyin maza qilasizda. Bilaman, ko'p o'quvchilarda ishlaydi, oilaviy sharoit har xil bo'lishi mumkin. O'shaning uchun 2 oy qiynalsanglar ham Revitni yaxshilab o'rganinglar. Va xudo xolasa topadigan daromadinglar ham yaxshi bo'ladi. Chunki Revitda ishlaydigan bolalar oyligi AutoCADdan oyligiga qaraganda yuqoriroq. Bizning firmada ham shunaqa teng bo'ladi-da. Ham talab katta bo'lgandan keyin sifat yaxshi bo'lsa, xudo xolasa, birorta joyda ish topish ham qiyin bo'lmaydi. Oylik masalasi ham uncha qiyin bo'lmaydi. Bizda misol uchun AutoCADda ishlaydigan arxitektor kirmoqchi bo'lsa ishxonaga qiyin masala kirishi. Chunki AutoCADchilarni hozir kamaytirib, naborot Revitchilarni ko'paytirishyapti. Chunki Revitga talab kattaroq, ham ob'yom yopish nisbatan tezroq hamda Revitga. Hatto kamchilik juda kam bo'ladi Revitda. Misol uchun AutoCADda razrez, fasadlarni chizganda qanaqadir izmeniya bo'lib qolsa va inson omili-yu, xato bo'lib qolishi mumkin. Qolib ketishi mumkin qaysi joylari misol uchun. O'zgartirish ko'p vaqt ketib qolishi mumkin-da. Revitda siz model yasaganingizda xatolaringiz shundoq ko'rinib turadi. Siz xatoni to'g'rilamaгаningiz uchun yashira olmaysiz-da. O'shaning uchun ham vaqtdan yutqazasiz AutoCADda, ham moliyaviy tomondan yutqazib qo'yadi. Shuning uchun Revitga o'tinglar. Bu firma uchun ham o'zingiz uchun ham qulayroq variant. Baribir O'zbekiston to'liq o'tadi Revitga, ko'rasizlar. BIMga to'liq o'tadi. Chunki Rossiya o'sha 1-sentyabrda o'tib bo'ldi. To'liq BIMga o'tib bo'ldi-da. Ular ancha yildan beri ishlardi, lekin to'liq BIMga o'tmagan. Endi o'sha o'tib bo'ldi. Bizda ham xuddi shunaqa. Talablar qo'yilgan, o'tish kerak. Etap-etap o'tib borishyapti hamda. Tushunarligi? Yana savollar bo'lsa aytishlar mumkin. Tak, bo'lmasa bolalar, keyingi darsda sizlar bilan xudo xolasa ko'rishamiz. Eshitaman. Kurs oylik to'lov qancha bo'ladi? Manga hozir ishxona yetgan to'g'ri, haqiqatdan bizda ishxona 8 ga dars sotib oldim. Faqat men siz darsga qiziqayotgan joyim kattaroq dom ishlaymiz deyapsiz-ku. O'shanda bu yo'nalish qaysi bo'lganini ko'proq ma'lumot olaman deyapman. Chunki men endi tushgan o'tayapti, lekin oddiy xonadonlarni qilish mumkin, razrezini, lekin kattaroq planga o'zi uni konstruksiyasi qanaqa bo'ladi, unga aql yetmaydi. Chunki har unaqa dom ishlanmadi. Ishxona yangi ochilganda Sen qiziqotdim. To'lovlar qanaqa bo'ladi, keyin uni qanaqa to'lasak bo'lishlar ham plyus tomonlari bor bizga. Men o'zim studentman, o'qiyman. Namanganda shogirdman-da. Ma'lumot bersangiz Tushunarli. Kursimiz 2 oy bo'ladi. Haftada 3 kun, 1,5 soatdan dars bo'ladi. Oyiga 10 tadan dars. Umumiy 20 ta dars. Bitta proyekt tanlab, biz 0 dan ishlab chiqamiz, oxirigacha olib boramiz proyektimizni. 20 tadan o'tib ketishi mumkin. Katta ehtimol o'tib ketib qolishi mumkin. O'tib ketgan ortiqcha darslarga to'lov qilinmaydi. Men o'zimning hisobimdan biladi ham. Oldin guruhimizda 22 ta dars bo'lgan. 2 ta dars qo'shimcha bo'lgan, uni o'tganmiz. Vaqtlari ham 2 soatdan o'tib ketgan ba'zi darslarimizni. Chunki mavzu ko'proq bo'lgan, proyektdan ko'p turishsa, sal og'irroq tema proyekt. Bu klassik fasadda, modelim bo'lganda ham qiyin emas edi. Klassika bo'lganligi uchun men semestrlar hammasini yasaganmiz bolalar bilan. Hammasi bittalatib chiqarilgan semestrlar va ma'mullar o'zgaruvchan kerak bo'lsa-da, bularning hammasi masofalari, balandliklari o'zgaradigan narsa. Shuning uchun biz semestr o'tamiz kursimizda. 2 oy oylik to'lov 1,2 mingdan. Umumiy 2,4 ming to'lov qilasiz. Oyma-oy to'lovsiz bo'ladi 1,2 dan. Xudo xolasa o'zingizlar qiladigan narsa. Yo'q keyin men sizlarga to'laman, agar yaxshi o'zlashtirsanglar, boshlanishiga примерно 7 million oylik maosh bilan ish topsanglar bo'ladi. Boshlanishiga 7 million. Endi bu o'zingizga bog'liq. Agar yaxshi harakat qilsangiz-da, menda har xil o'quvchilar bo'lgan. Misol uchun xursand o'quvchim
birinchi oyligi misol uchun o'zi sinov muddatiga borgan, lekin o'sha oylik berilganda, sinov muddatida bo'lsa ham berilgan. Ya'ni qo'shimcha kelib ketish uchun pul berilgan, lekin sinov muddatidan keyin oyligi yaxshigina ko'tarilgan. Ya'ni shu aytgan oyligingizda qilib beradi ko'p firmalar, lekin faqat shunga yarasha siz ish kursida olishingiz kerak. Endi bu yoq o'zingizlarga bog'liq, harakat qilishingiz kerak. Men sizlarga misol uchun 10 million yoki 15 million oylik olasiz, garantiya beraman, javob demayman. Chunki bilmayman siz o'zlashtirasizmi yo'qmi bilmayman. Agar harakat qilsangiz, men ayta olaman, aniq ayta olaman, kamida 7 million olishingiz mumkin, eng kamida. Bo'lmasa 10 milliondan yuqori olishingiz mumkin. Revitchilarning oyligi odatda shu 10 milliondan oshiqroqda, 1000 dan oshiq oyligi. Tushunarlimi? Mayli. Sog' bo'lasiz. Yana bolalar savollar bo'lsa aytishingiz mumkin. Keyin yana shu narsa takrorlayman har doim. Dars vaqt tortinmaylar. Savol bo'lsa, uyalib o'tirmaylar, tortinib o'tirmaylar umuman. Savollar bo'lsa, mavzu bo'yicha yoki shu proyekt bo'yicha qanaqadir qo'shimcha savol bo'lsa, beringlar. Bu o'zingizlar uchun plyus. Ya'ni uyalib tortinib o'tirmaylar umuman. Bemalol berishinglar kerak. Savol bo'lsa, menga nisbatan qiziqarliroq o'sha dars. Savollar bilan dars o'tsa, menga yaxshiroq ham bo'ladi-da. Tushunarlimi? Tak, bo'lmasa, savollar bo'lmasa, bugungi darsimizni to'xtatamiz. Xudo xolasa juma kuni sizlar bilan ko'rishamiz bolalar. Unda hozircha stop.